أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Biz o'tgan darsda hayd va nifos istihada ahkamlarini o'qigan. Bugungi darsimiz najosatlar va uni qanday tozalash. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأنجاس وتطهيرها. Yani yuqorqi tarat ilish va yuvishga munosabatlik ahkamlarning ko'pi hadathul hukmi degandek masalalarni ma'vo najosatning o'zi haqiqiy najosatning masalalari va uni qanday pokizlash usullari. Najosat degan nima desak, biz insonlar o'zi maynatgan deb qaragan narsa bo'lmasdan shariat maynat deb qaragan narsalar. An-najasatu ghalidhatun va khafifa. Bu maynat narsani Hanafi mazhabda ig'ir va yengil deb ikki turga ayiradi. فالغليظة عند أبي حنيفة رحمه الله ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه آخر ولا حرج في اجتنابه. İmam Abu Hanifa'nın nazarında ig'ir najosat degan mushnas maynat deb aniq bir ko'rsatma kelgan. Oyat va hadisda aniq ko'rsatilgan. Boshqa bir oyat hadisda uni zid qildigan bir mazmun kelmagan. Bunda bo'lsa g'alida bo'ldi, ya'ni najosat ig'ir deb qaraldi. Wala haraja fi istinabi, ya'ni qo'shimcha deb qo'yilgani buni tozalash ishlarida alohida bir jafo mushaqqat bo'lib qolmagan najosat bo'lsa bu ig'ir najosat hisoblanadi. Lekin bu yerda Imom Abu Hanifa oyat va hadislar nas degan aniq ko'rsatgan, aniq ifodalagan oyat va hadislar. Oyat va hadislar ko'rsatmasi aniq ulab uningga qarshi keldigan bir oyat hadis kelmasa bu ig'ir najosat deb qaraldi. وَاِنْ اِخْتَلَفُوا فِيهِ. Ayet hadiste aniq keldi. Uningga qarta bir ayet hadiste meynat emasdi deb qolmagan. Shunda bo'lsa g'alida bo'ldi. Lekin ulamolar buni ixtiloflashib qilib, biraylarni qo'pab, bu meynat emasdi deb qolgan bo'lsa-mu, baribir deydi. Ya'ni ig'ir najosat hisoblanadi. لِأَنَّ الْاجْتِهَادَ لَا يُعَارِضُ النَّصَّ. Chunki aniq bir ko'rsatma bo'ladi ekan, birisi ijtihod qilib, "Ya men bunda qarayman" desa, uning ijtihodi aniq ko'rsatmaga, oyat hadisning ko'rsatmasiga qarshi fitrab turolmaydi. Yoki uni ko'tarib chiqilolmaydi. U o'chaqda e'tibor qilinmaydigan narsa deb qaraldi. Wal mukhaffafatu, ya'ni yengilroq najosat ma ta'arada nassani fi taharatihi va najasatihi. Pakiz maynat deyishda ikki ko'rsatma bir-biriga zid kelib qolgandek bo'lib qolsa, bunda bir-biriga zid kelib qolgandek ahvol bo'lmasligi mumkin. Ikkida esa aniq bo'lishi notayin yoki aniq bo'lgandimi sahih bo'lishi notayin. Bunda ahvollar ko'rilmasligi mumkin. Lekin ko'rilib qolgan taqdirda bu yengil. Va indahuma inda sohibayn, yo'lning ikki shogirdi al-mughallazatu mattufiq ala najasati. Ig'ir najosat degan najosat ekanligi ittifoq qilingan. Wala balwa fi isabatihi. Uni juqib qilishda, isoba degan unda tegib ketish, juqib qilishida umum hammadan beshik kelmaydigan, umumul balwa bo'lmaydigan. Balwa degan shu beshik kelish, isoba degan shuni tegib ketishi. Az bir qism kishilarga uchraydigan umumyuzlik, unda hamma odamga ko'p uchrab tozalash qilinib qolmaydigan nimachi. Wal mukhaffafatu maxtulifa fi najasatihi li'anna al-ijtihada hujjatun shar'iyyatun kan-nas. Yengil najosat degan ikki shogirdning nazarida najosatmi emasmi deb ixtilof bo'lgan narsalar.
لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص. Çünkü ijtihad mı? Eniq ko'rsatma bergan oyat hadisga o'xshash u shar'iy dalil deydi. Bunda bo'lashdan da nas darajalik dalil shu naslikda qanday ma'lum bo'ldi desa, uning shu insonlar mana nas darajalik deb ko'rsatganda bo'ldi eshitmoqchi. Ijtihad mı? İnsanlar tarafidan bekitilgan narsa bo'lgan ekan, o'xshash deb qarabdi. Undaki imom bilan shogirdning farqi, imom oyat va hadislar bo'lsa shu nejis deb qaraydigan, boshqa uningga nejis emas deydigan bir oyat hadis yo'q bo'lsa dedi. Lekin farqi imom wala haraja fi tinabi dedi. Yani tazliq qilishda inson qizinib qolmaydi. Odatda normal qilib ketadigan. İki şagirde wala balwa fi isabatihi. Yani cid adamligi bu eg'ir kelmaydigan deyman. Wala balwa fi isabatihi deyam. Vücutlar qisam adamlik qiynalib ketadigan, tozlanmay qoldigan bir ahvol yo'q dedi. Lekin hammadan tozlanmay qoldigan, harajda ketadigan bo'lsa, bu eg'irlikdan yengillikka o'tib ketadi demakchi. قال فالمانع من الغليظة أن تزيد على قدر الدرهم. Mesela el-mani' to'sab qo'yg'uchi dedi. Bu nimadan to'sab qo'ydi? Eg'ir darajalik najosat bo'lib qolsa, bu najosat nimadan to'sadi desak, shu najosat bilan namoz o'qishdan to'sab qo'ydi. Lekin shunda najosat chiqsa, tarasini sheniq. Bu ham namoz o'qishdan to'sab qo'ydi demakchi. فالمانع من الغليظة أن تزيد على قدر الدرهم. Tengi miqdorchilik bo'lib, yoki uningdan ortiq bo'lsa, ig'ir najosat deb qaragan narsadan badanda shunda bo'lib qolsa, namoz o'qishdan to'sab qo'ydi demakchi. Lekin qadr dirham tengi miqdoridan oz narsa badandan chiqsa, taran sundirishida gap yo'q. Yo'da hozir namoz o'qish bo'lmaydi demakchi. وهو أن تكون مثل عرض الكف. Şu tengi miqdori deganni mo'lcharlashda har xil mo'lcharlab baqqan. Ma birinchi qarashda alqanchilik debdi. Alqanchilik deganimiz o'sha alqanning chuqur tarafida shunchalik qildim. Ya'ni shu cho'nliqqa bilazikchilik narsa, shunchalik doira. لقول عمر رضي الله عنه إذا كانت النجاسة قدر ظفر هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه. من الناس منهم مش ترمقمتلك بوسا شو نجاستدان namaz o'qishi bo'ladi. Yani bu najosat namoz o'qishni to'samaydi degan deydi. Navon ekan, ma birinchi qarashda alqan ichchilik shunda kenglikda bir joyda najasa, mug'allaza yoki ig'ir deb qaralgan najosat bo'lib qolsa, namoz o'qiolmaydi demoqchi. Wa dhufruhu kana qariban min kaffina. Hazrat Umar mushtarnaqimchilik degan bilan Umarning tirnaqi bizning o'sha alqinimizga yaqin keldi, shunda cho'ngdi demoqchi. وعن محمد رحمه الله الدرهم الكبير المثقال. Muhammad debdi buni cho'ng tanga bilan o'lchaymiz. Shularning zamonidagi ishlatayotgan cho'ng tanga. Ya'ni bir danasining eg'irligi bir misqal keladigan tanga bo'yicha o'lchaymiz demoqchi. Al-misqal ay ma yakun waznuhu misqalan. Yani eg'irligi bir misqal keladigan. Bir misqal degan 4 gram charak. Şu 20 misqalan desak 85 gram chiqadi. Zakat vacib bo'lgan nisob. Fayuhmalu al-awwal ala al-masaha. Ishqil qarash kelgan ekan, Hanafi mazhab ulamolari buni muvofiqlashtirib, birinchi qarash, ya'ni alqanchilik yoki bilazikchilik miqdor degan qarashni bu ko'lam jihatdan inkana ma'ian suyuqlab qolsa, tarab ketgan ko'lami alqanchilik bo'lsa deb menda tushunda. Wa qawlu Muhammadin ala al-wazn in kana mutajassida. Mutajassid degan jismi va qattiq bir narsa bo'lib qolsa, cho'naq bir tangichilik deb tushunda deydi. Ham bu masala agar taqiladi,
ulamolarimiz ijmo kelgan bir joy bor. Az miqdorda jingnining uchida chachrab ketgan ya ko'z ko'ranmaydigan miqdorda najosat bo'lib qolsa, ig'ir najosat bo'lsa, uni afu qilinib ketadi. Buni ular namoz o'qisa bo'ladi deb ittifoq bor. Lekin undan sal jiqrab bo'lib qolsa desa, buni bekitishda ulamolar har xil bekitib qo'ygan. Asosan ko'pchilik ulamolar ozg'ini bo'lsa afu qilinadi dedi. Endi ozg'ini deganni qana bekitmas. Chunki biz chalma bilan yoki shunga o'xshash tosh endi bir narsadan istinjo qilgan vaqtida chalma surtgandan keyin cho'qim shu o'rinda najosatning iznasi qoladi yoki oz bir qismi qoladi dedi. Oz bir qismi qoladi, undan keyin bu oz bir qismi qanchalik doirada bo'ldi bo'lsa, shu tangichilik miqdorda bo'ladi deb tangi bilan bekitish shu yerdan kelgan. قال النخعي يعني إبراهيم النخعي أشو التابعي dedi أرادوا أن يقولوا قدر المقعد aslida maqatning miqdorchilik demakchidi bular fakannu biqadri dirham anhu lekin davomli qamda shuni tilga ilib yurish yaxshi bo'lmaganlikdan chiroyli atab tangi miqdori deb kinoya qilgan deydi. Ya'ni shu maqat yo'lini istinjo qilgan vaqtimizda, chalma surtgan vaqtimizda shunchalik o'rinda ancha-muncha bir narsa qasimi afu qilinib ketgan bo'lg'achqa shu miqdorni ko'z tutmoqchi. Shu tangi miqdori deb atildi deydi. Va innama qaddarahu ashabuna bid-dirham. Yani bizning imomlarimiz, ashabuna degan bizning imomlarimiz bir tangi miqdori dedi. Nima uchun? Li'anna qalilan najasati affun bil ijma'. Chunki ozg'ini bir najosat bo'lib qolsa, jinning uchida masalan, bir chikitdak bunda bo'lib qolsa, bu hamma olimning nazarida afu qilinib ketgan najosat. Kallati la yudrikuhal basar. Masalan, ko'zni ko'rgilmaydigan azlam narsa bo'lib qolsa. Va damil ba'udi, pashining qonlari, kichikgina bir juqib qolgan qonlar, val barag'it, bugilarning qonlari, shunga o'xshash. Val kathiru mu'tabarun bil ijma'. Ko'p bo'lib qolsa najosat namoz o'qisa bo'lmaydi bu holatda deb ittifoq bor. Faj'alna al-hadd al-fasila. Undan keyin biz hozir ikkisining o'ttirini, jiq bilan ozning o'ttirini ayiradigan fasilni tangi miqdor deb bekitdik. Akhdan min mawda'il istinja. Nimaga asosan desa, istinjo qilgan o'rinning ko'lamiga qarata deydi. Fa inna بعد الاستنجاء بالحجر إن كان الخارج قد أصاب جميع المخرج يبقى الأثر في جميعه. Çıkış tarat çıkan joyining hammaga yuqqan bo'lsa, istinjo qilgandan keyin chanulan surtayotgandan keyin uning izi yoki bir qismi shu yerda qoladi. Va zalika yablughu qadra dirham. Shuni bunda mo'ljallasak, shu tangi miqdorchilik deb mo'ljallash mumkin deydi. Vassalatu jaizatun ma'hu ijma'an. Hamma olimlarning qarashida su ishlatmasini shu chalma bilan istinjo qilsa, taratning tarat bo'lganligida ittifoq bo'lg'achqa fa'alimna anna qaddara dirhami affun shar'a. Undan keyin shu tangichilik miqdor afu qilinib ketgan shariatimizda deb tushundik. Ham bizning shariatimiz al-hanifiyat as-samha bo'lg'achqa, o'sha keng azod shariat bo'lg'achqa bu afu qilinib ketgan bo'lg'achqa unda bo'lsa oz bilan jiqning o'ttirdagi fasil shu dirham miqdori, ya'ni tangi miqdorchilikka deymiz. Ba'zi fiqh kitoblarida ad-dirhamul bag'li deb chiqadi. Dirhamul bag'li degan shu o'z vaqtidagi Imom Malikning zamonlarida ishlatilgan bir xil tangi bo'lishi mumkin. Bu tangining necha xillar bo'lib, ba'zisidan cho'ngroq bo'lsa, ba'zilar bu dirhamul bag'li degan qechirga nisbat berilgan tanga. Ya'ni bu qechirninki tizida, oldi putining tizida bir oq masalan yoki qora bir tangidek bir yumaloq belgi va shuningga tenkildigan bir tanga deb shunda atalgan deydi. Imom Malikning mazhabida shu dirhamul bag'li miqdori deb qaraldi. Dirhamul bag'li nimaga mansub qilingansa,
qechirning oldi putidagi belgi miqdori deyish mumkin yoki shu chog'dagi dirham bag'li deb atalgan bir xil tangining ismi bo'lishi mumkin deydi. Yani shu dirham miqdorini hisob qilish, yani az najosat bilan jiq najosatning o'rtasidagi chek-chegirini tangi miqdori deb ayirish Maliki mazhabida bor. Imom Malik shunda ayirgan. Yana mush Qatada, Ibrohim an-Naxai, Said ibn Jubayr, Hammad ibn Abi Sulayman, Avza'i qatorliqlardan va tabi'inlardan kelgan. Hazrat Umardan rivoyat qilingan chuqur rivoyat bu ojiz bo'lishi mumkin. Lekin shu bir necha tabi'inlardan kelgan. Wal mani'u min al-khafifati an yablugha rub'a ath-thawb. Ham yuqordikse najasa mughallada, najasa g'alidaning hukmiti. Tangi miqdorchilik bo'lib qolsa, uning bilan namoz o'qishga bo'lmaydi degan. Hamda yengil deb qaralgan najosatning qanchalik miqdorda bo'lib qolsa, namoz o'qishni to'sidi deganimizda kiyimning 4dan 1 miqdorchilik bo'lsa dedi. Li'anna lir-rub'i hukm al-kull. Chunki 4dan 1ga biz hammaning hukmini bergan ko'pincha masalalar fi ahkam shariatning ahkamlarida shunda hukmini bergan. Kamas harras masalan boshning 4dan 1ga masx qilsak, boshqa butun masx qilgan bilan o'xshash dedi. Va halqihi 4dan 1ni tushirsak, masalan haj qilgan chog'da boshni tushirgandek bo'lamiz dedi. Undan keyin kiyimning 4dan 1dan najasa xafifa bo'lib qolsa, namoz o'qilib bo'lmaydi. Unda azlab qolsa namoz o'qisa bo'ladi demakchi. Summa qila rubu jami' ath-thawbi. Hamda bu kiyimning 4dan 1 deganni sharhlashda har xil sharhlab baqdi. Butun kiyimning kiyib olgan butun kiyimning 4dan 1. Rida izar olsun, ya yaktak olsun, tun olsun, ya bir qur kiyim olsun, hammaning 4dan 1 mi deyilibdi. Va qila rubama asabahu, yana qaysi bir parcha kiyimga tekkan bo'lsa najosat shu bir parcha kiyimning 4dan 1 deb. Kastunning yengiga tekkan bo'lsa, yangning 4dan 1, peshiga tekkan bo'lsa, peshning 4dan 1 degandek bunda o'lchiganlim bor ekan. Yani şu kiyimning qanday yerga tekkan bo'lsa, shu joyning 4dan 1ga tarasa bu najasa xafifa namoz o'qish bo'lmaydi deyilibdi. Kazzayli. Zayl degan shuning pash yoki shu yerga so'rilib mangdigan qismi. Izarning yo shu yopka ko'nglakliningki peshi, past tarafi. Wal kum yang va dakhris inja. Dakhris degan bir kiyimni masalan tika vaqtimizda buni kengaytirish uchun u'lg'an endi parchalari deydi. Masalan kiyimningki oq tarafini, dumbisi, kiloyani 3-4 parcha raqtin tikadigan bo'lsak, har bir parchasini bir dakhris deganda. Kiyimning bel va boshqa qismlarga kengaytirish uchun ilinadigan har xil kesilmalarni injasini dakhris deymiz. Yani incası. Yani bir yanlışlık çıkıyor şuna. Ve inde Ebu Yusuf'a şibrun fi şibr. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh bir giriş gelse, yani 40 sant kvadrattak mesela. 20 santim giriş desek, bu tarafı 20 santim, bu tarafı 20 santim. Şunda kölemde olsa, rubu soğuk buldu demek iken. Ve inde Muhammed'in zira'un fi zira'. Muhammed bir gez yaptı. 45 santim degende. Ve anhu mevdi'ul qadamayn. Yani İmam Muhammed'in kelgan yana bir rivayette mevdi'ul qadamayn desiyanchilik miqdorda debdi. Vel muxtarur rubu'. Yani bir mazhabda fatvoga yoki shunday ahkamda tanlaydig'imiz, hisob qildig'imiz 4dan 1 degan qarash shu. Yani bu 4dan 1 degan qarash qanday kelgan desa, zohir rivoyatda kelgan. Hakim old kitobni ixtisor qilib Al-Kafi deb atagan. Kafi degan kitobda İmam Abu Hanifa bilan Muhammad ikkalandan rivoyat qilingan qarash. Abu Yusufdan unda kelmagan. Zohir rivoyat. So'ng Abu Yusuf shibr fi shibr dedi. Muhammaddan zohir rivoyat emas, boshqa rivoyatda yana ikki xil qarash keldi. Zira fi zira
mavdul qadamayn deb. Va an Abi Hanifa degina ma'lumda mush masalda zahir rivoyat emas. Ya'ni bir ojizroq rivoyatda Abu Hanifadan bunda bir qarash keldi. Annahu g'ayru muqaddar. Buni manchilik, unchilik deb 4dan biri yoki bir g'irish deb o'lchab yurmaymiz. Va huwa mawkulun ila ra'il mubtala. Mush masal duch kelib qolgan kishi o'zi bunda mo'lchallab ish tutadi. Li tafawutin nas fil istifhash. Chunki kishilar ma'vo bak ig'ir yoki jiqroq najosat bo'lib ketdi, ma'vo oz najosat deb ig'ir yengil yoki oz ko'p deyishda kishilarning bahsi o'xshash bo'lmag'achqa har odam o'zi mo'lchallab ish tutadi. Xuddi suv bir narsa tushib ketib qolsa o'zi mo'lchallab ish tutsin degan bilan o'xshash. Lekin suv masalasida najosat suv tushib ketsa, suv mehnat bo'ldim deb tartilish masalasiga duch kelgan kishi o'zi mo'lchallab ish tutadi deganimiz shu masalada zahir rivoyatda. Lekin kiyimga najosat yuqqan masalada zahir rivoyat 4dan 1 bilan mo'lchallash. Bu 4dan 1 bilan mo'lchallash xil ko'p chiqishi mumkin. Masx qilishda chiqdi, chach tushirishda hojilar chechini 4dan 1 tushirsa, chechini tushirgan bo'ladi deyish mumkin. Yana masalan, yengil avrat bo'lsa, mesela yotini avrat deb qolgan ahvolda yotining 4dan 1 ezilib qolsa, o'sha namoz durust bo'lmaydi. U az esib qolsa durust bo'ldi deyish mumkin. Lekin avra mug'allazadan, ig'ir darajalik avratdan, tangi miqdordan cho'nroq esib qolsa, namoz durust bo'lmaydi deyish mumkin. Wa kullu ma yakhruju min badanil insani mujibun lit-tathhiri fa najasatuhu ghalidha. İnsanning badanidan chiqqandan keyin uni tozalasa bo'lmaydigan har qanday narsa u ig'ir darajalik najosat deb qaraldi. Kal-g'aib, cho'ng tarat, wal bawl, kichik tarat, va dam, qon, va sadid, jirang, wal qay, qusuq. Wala xilaf fi. Bunda ixtilof yo'q. Wa kadhalika al-mani. Shundaqla manimo insonning badanidan chiqqandan keyin tozalash kerak bo'lgan narsa. Lekin bunda ixtilof bor. Yuqori qildi ixtilof yo'q. Manida ixtilof bor. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam li Aisha radhiyallohu anha in kana ratban faghsili. Hazrat Aishaga unda degan edi. Mani hul bo'lib qolsa yuyiting. Va in kana yabisan qurib qolgan bo'lsa fafruki uluting dedi. Kiyimda bo'lsa ulutish mumkin, badanda bo'lsa tatilib o'tishi mumkin. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam li Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu innama yughsalu thawb min al-mani wal-bawl wad-dam. Kiyim degan manidan, suydiqdan va qondan tozalandi. Bundan boshqa bunda bir narsa bo'lib qolsa tozalmasin bo'ldi degandek. Lekin bu ajiz rivoyatdan. Agar bu sahih bo'lgan bo'lsa, manidan yuyish kerak bo'ldi deganliklar mani degan mayni aytganda bilan masalani hal qilibdi. Lekin ilgariki yo'l holatda bo'lsa yuyitish, quruq bo'lgan bo'lsa uvlitish yo tatilitish degandek mazmundagi hadislar sahih hadislar bor. Masalan Sahih Muslimda laqad ra'aytuni va inni la ahukkuhu min thawbi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam yabisan bi dhufri. Rasulullohning kiyimidan tirnoqim bilan tatlab chiqarib o'tdim degan. Va uningdan boshqa sahih hadislar bor. Yani o Hanifi mazhabda yo'l bo'lsa yuyitish, quruq bo'lsa cho'qim tatlab bo'lsin, g'ijib bo'lsin chiqarib o'tish degandan bu maynatgan degan hukmni chiqardi. Maynat bo'lmasa, uni yuyib olmas kerakdi, tatlab olmas kerakdi. Shuni namoz o'qiyverdi. Ulutib, tatlab, yuyib chiqarib o'tishni ko'rsatganlikka bu maynat deganlikning alomati dedi. ولو أصاب البدن وجف بدنه تجيب كن قرب قاسا أشمني روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا ترب الفرق حسن بن زياد أبو حنيفة رحمة الله عليه دين رواية كتون لكن بو برخل رواية بنون دا أنه لا ترب الفرق بن أولوسا ياكي تطلوسا بدن پاکیز olmaydı. Yani bunun az köptür bir esri kalıdı demekçi. وذكر الكرخي أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي عن أصحابنا bizim imamlarımızdan ashabına degan şu imam bilan ikki shogird şeylerini ko'z tutdi. İmamlarımızdan annahu yatur. Aşında ulvasa tatılvasa
Pakiz bo'lib ketadi badan degan qarashni rivoyat qildi dedi. Davomki bu yerda rivoyat qilib qoldi. Badandagi mani qurib qolsa, birinchi qarashda uni tatlab o'lsin badan pakiz bo'lmaydi, ikkinchi qarashda pakiz bo'ldi. Li'annal balwa fihi am. Chunki hammadanning beshir kelib qoldigan emas. Al balwa fihi am. Nəhayət umumyüzlük. Umumul balwa. Hammadan buningdan saqlanib qo'lmaydigan, hammadanning beshir keldigan, hammadan avarchilikqa yo'liqadigan emas. Wal iktifa'u bil farqi la yadullu ala taharati. Endi ulab qo'yaplan bo'ldi qilish buning pokizligini bildirmaydi. Fa inna as-sahiha an Abi Hanifa annaha taqillu bil farq. Chunki Abu Hanifadan Saykaga rivoyatlarda uluvasa tatilvasa manining miqdori oz edi. Ko'p qismi ketgan bo'ldi. Ozgina biznes qoladi, fatajuzu salatu fihi. Undan ekan ashuni namoz o'qiyasi bo'ldi. Jumaylam namoz o'qiyasi bo'ldi demakchi. Hatta law asabahu al-ma ya'udu najisan 'indahu. Namoz o'qiyasi bo'ldi. Lekin ham ozgina bir narsa qolgan bo'lsa, hamda ko'p qismini tatilab chiqaryaptim. Az bir qismini yuvib chiqaryapti deb shunda suv tegsa, bu joy manatulonga. Lekin suvlar hamma chaqab chiqaryapsa, pakiz bo'ladi. Xilafan lahuma. Xilafan lahuma degan ikki shogirdda ulab tatilab chiqarayotgan mani tekkan joy üstüne su tekkizsak bu meynat bo'lib qolmaydi deydi. Albatta yuvib tozalashda hammalar pakiz bo'ladi, lekin suv tegishilarlam xuddi qurib qolgan mani nemlanib taqib ketgandek bir ahvol bo'ldi, meynat bo'ldi demakchi. Ma sahibayn meynat bo'lmaydi debdi. Thumma ra'ayna kullama yujibu at-taharata kal-gha'iti wal-bawl wa dam al-hayd wan-nifas najisan. Endi shunda qarasak tartın sundu, mush ishni qilgandan tartanmasang bo'lmaydi, namoz o'qimoqchi bo'lsang deydigan ishlar qarasak, cho'ng tarat, kichik tarat misli. Hayzning qini, nifasning qini, mushuldan keyin zodi biz namoz o'qimoqchi bo'lsak tarat ilishimiz lozimdir. Bular hammasi qarasak najislik ekan. Taqulna bi najasatil mani. Undan mani chiqsa-mu, yunishing lozim, tartizishing lozim degan bo'lg'achqa, ashulga o'xshash, bu najiskan, maynatgan deb qaraymiz deydi. Bu hozir mani maynat emas, pokiz narsadir deganlarga raddiya Imom Shafi'ga o'xshash. Li'annahu yujibu akbar at-taharat. Chunki mani chiqqan ahvolda taharatning cho'ni qilish kerak bo'libdi. Ya'ni g'usl qilish lozim demak. Wa kawnuhu asl al-adami la yujibu taharatahu kal-alaqa. Endi Imom Shafi'i rahmatullohi alayhi bu insonning asli tigi tusa bu mani. İnsan shu abi manida yaratilgan tusa, inson shu nejisdan yaratilgandan to'q tigi pokiz deyish kerak insonning shu hurmati shuni taqozo qilmamdo deb turgan bo'g'achqa Imom Shafi'i raddiya berib odam bolasining tigi mani bo'lishi u manining tabiati pokiz deganlikni bildirmaydi. Kal alaqa masalan inson abi manidan keyin andin bir parcha uyulqon bo'lib oyda yaratildi. Asli insonning tigi bir parcha uyulqonda. Undan bu qonni hech kim pokizmaydi. Undan keyin inson yaratilgan narsa cho'qim pokiz bo'lish kerak degan gap yo'q deydi. Ya'ni Imom Shafi'ga raddiya berib mani maynat demakchi. Buning ustiga mani demo shu madining bir tarkibi bab bo'lg'achqa madina maynat deb qarasa albatta manini maynat deb qarash lozim. Qala va kadhalika ar-rawth wal akhfa'u. Yana ig'ir najosatlar qatoridan tizak, mayoq, ot, kala, tuga shularningki tizaklar deydi. Ar-rawth degani otning do'q, al-akhfa degan kala va tugilning bo'lishi mumkin. Tizaklar deymiz endi buni. Mayoqlama shuning ichida. Va bawlu ma la yukalu min ad-dawabi. Yana go'shini yulanmaydigan hayvonlarning sudiki bu mu ig'ir darajalik najosat. Inda Abi Hanifa rahimahulloh. Imomning nazarida shunday ekan. Li'anna najasataha thabatat binassan lam yu'aridhu ghayruhu. Imom ig'ir darajalik najosatni
Necasatlikini ko'rsatgan bir oyat hadis kelgan, najosat emas deyilgan bir oyat hadis buni zid kelmagan bo'lsa, ig'ir darajalik deb qaraymiz degan bo'lg'achqa, ya'ni suydikning ig'ir darajalik najosatlikida hadis kelgan, buningga zid kelgan boshqa hadis bo'lmagan ekan, suydikninki maynallikka ig'ir bo'ldi deb qaradi. Va huwa qawluhu sallallohu alayhi vasallam fi rawth, u bo'lsa mushu tizak masalasida innahu rizsun dedi. Hozirda va kadalika rawth wal akhsa deganga demoqchi ekan. Ya'ni tizak maynatlikida mushu hadis keldi, innahu rizsun deb. Buningga zid keladigan boshqa bir hadis kelmagan ekan, ig'ir darajalik najosat bo'ladi debdi. Tizak masalasida Rasululloh innahu rizsun degan yoki riksun deb. Wal akhsa wa mithluhu. Rawth haqida keldi, lekin al akhsa deganmi o'xshash. Ya'ni bu bir xil tizak. Rawth degan otning tiziki bo'lsa, akhsa degan kalining yo tugining bo'lishi mumkin. Va indahuma ikki shogirdning nazarida tizak mayoqlar mukhaffafa deydi. Yengil darajalik najosat hisoblandi. Li'umumil balwa bihi fi turqat. Chunki yo'llarda hammadan buningdan saqlanma. Yo'lda mangsa kiyimiga, oyoqqa tizaklar, mayoqlar shu yuqib qolgan ahvollar bor. Va uqul ixtilofi, yana buningda ixtilof bo'lgan. Bu sahibain ixtilof bo'lmagan bo'lsa deb qayd qilgan bo'lg'achqa, ijtihod bilan ixtilof qilmagan bo'lsa deb qayd qilg'achqa, birinchidan ixtilof bo'lib qoldi, ikkinchidan umumul balwa bo'lib qoldi. Bundan buni yengil deb qaraymiz. Yani hammadan duch kelib buni saqlanmaydigan bo'lg'achqa, buni ig'ir desak, kishilar qiyinchilikda qoladi. Shunga hammalarning bashikildiga isgan yengil bo'lish kerak. Fa'inda Malikin, yani İmam Malikning qarashida al-arwath kulluha tahira. Tizaklarning hammasi pokiz deb qaraldi ekan. Wa inda Zufar rawth ma yukalu lahmuhu tahir. Zufarning nazarida go'shi yeyiladigan hayvonlarning tiziki pokiz ekan. Mesela qo'yning mayiqi, kalining tiziki deganday. Wa li Abi Hanifata, Abu Hanifaning daliliga kelsak, annahu istahala ila natinin wa fasad. Asli bu pokiz bunda bida masalan, ya kashna quna qashna yem xashak bo'lsa-mu, lekin bu natin degan sesq bir narsa va fasad degan buzilib ketgan bir narsaga aylandi dedi. Istahal degan boshqa bir narsaga aylanib ketdi. Va huwa munfasilun an hayawanin yumkinu taharruz anhu. Ana bu bundan bir meynat narsa bir hayvondan chiqdi. Hayvondan chiqqan bu tizakdan biz saqlanish imkoniyati bor edi. Saqlang'ili bo'ldi. Fasarakal adami. Undan keyin odamning ta'tiga o'xshash bo'ldi. Odammi tazliq qilib saqlana olgan ekan, hayvonning tizikidanmi tazliq qilib saqlana oladi demoqchi. Va daruratu fil ni'ali. Ba'zi kitoblarda fil bighal dedi. An-ni'al demoqchi. Va daruratu fil ni'al. Ni'al kashla. Yani yo'lda bu tizak mayoqni dastlab saqlanmaydiq degan bo'lg'achqa, sahiban Abu Hanifa dedi, saqlanmaslik oyoq kashda. Kash yuqudi, boshqa kiyimga yuqmaydi. Va qad qulna bit-takhfif fiha. Biz uni tozalashda yengillatib qarab buni hatta tathura bil mash. Uni bunda yagi suvvatsak, mash degan o'sha yagi surtvatsak demak. Yoki yagi dastlab turib yagi survatsak pokiz bo'lib ketadi dedik. Va bima zakarna min al-hadith va bil ma'quli kharaja al-jawabu an qawli Malik va Zufar. İmam Malik bilan Zufarga raddiya berishda biz yuqorida bayon qilgan hadis bilan aqli dalil yetarli dedi. Yuqorida bayon qilgan hadis innahu rizun degan hadis. Ondan keyin aqli dalili annahu istahala ila natin va fasadin va huwa munfasilun an hayawanin yumkinu at-taharruz anhu fasara kal adami, yani ash qiyasni demakchi. Ma'qul dalil degan. Qala va kadhalika bawlul fa'rati. Chashqanning suydikimi shunda, ya'ni ig'ir najosat. Va qur'uha uning mayiqimi. Lima taqaddam yuqorida biz bayon qilgan shu innahu riksun degan hadisga asosan. Bu bir xil tizakka yaqin.
وَلِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول. Yana bavlul fara deganning dalili istanzihu minal bawl degan mushadis deydi. Yani suyudikdan bak saqlaninglar degan mushadis. Yani bu meynat deganni ko'rsatdi mushadis demak. Wal ihtirazu anhu mumkinun fil ma. Yani bu saçqanning suyudikidan suyuq bir narsa bo'lib qolsa, bunga suyudik tushib ketishdan saqlanish mumkin deydi. Ya shishning og'zini etib qo'ysak, ya küpning og'zini etib qo'ysak, saçqan uyaga yo'liqmaydi. Yoki uyaga tarif qo'ymaydi. G'ayr mumkini fi at-ta'am va thiyab. Lekin ashliq qilib qolsa, ta'am degan ashliq. Ashliq qilib qolsa, kiyim kechak qilib qolsa, bundan da saçqanning o tarifini saqlanib qo'yib bo'lmaydi. Fa yu'fa anhu fihima. Undan keyin ashliq qilib qolsa yoki kiyim dolab qolsa buni apu qilib o'tamiz. Lekin suyuq narsaga uchib ketib qolsa apu qilinmaydi. قال وكذلك بول الصغير والصغيرة أكلا أو لا. Yana buvoq bolalarninki. Qiz o'g'il buvoq bolalarninki suyudiki ig'ir darajalik najosat. Lima rawayna min g'ayri faslin. Chunki biz yuqorida istanzihu minal bawl deb o cho'ng odamning suyudiki, kichik odamning suyudiki ayirmaylam, suyudik deblam rivoyat qildik. Kichik bolalarning o suyudiki suyudik. Wa ma ruya min nadh bawl as-sabi idha lam ya'kul fan-nadhu yuzkaru bi ma'nal ghasl. Endi o'g'ilning suyudiki bo'lib qolsa, azroq suv chaqlatsang bo'ldi, lekin qiz bolaninki suyudikini yuvish lozim degandek ashunday rivoyatlar kelgan. Xil kelgan. İdalam yakul degan tamoq yemay, sutlam yemaydigan buvoqning suyudikini shundalam ustiga suv chechib bir namdab tozlasang bo'ldi dedi. Yani asallam, yengil bir usuldan. Lekin qiz buvoqlarning suyudiki haqida cho'g'im yuvish lozim deb keldi. Fan nadhu yuzkaru bi ma'nal ghasl. Ana Hanifi mazhab shuna qarabdi. Bir adam da chaqlatsanglar, asallam bir tozlasanglar degan gap shu, yuvish degan gap shu. Nadah degan yuvish ma'nida ishlatildi. Lekin boshqa mazhabdagilar tamoq yemaydigan shu sutkilam tayingan o'g'il buvoqninki suyudikiga shunday ustiga suv chechib etsak bo'ldi, tozlandi deydi. Qiz bolaninki cho'lsa cho'qim uni yuvish lozim. Yani qiz bolaninkida bir ig'irlik bor demakchi. Ana Hanifi mazhab ya nadah degan so'zim shu jo'ngning gap deb qarabdi. Qala sallallohu alayhi vasallam lamma su'ila anil madhi imdah farjaka bil ma. Avratini suvlan jug'an degandir. Mishada imdah degan so'z, ya'ni ig'silhu degan ma'noda, ju degan ma'noda. Fa yuhmalu alayhi tawfiqa. Undan keyin imdah degan rivoyat bilan ig'sil degan rivoyatni ikkisini maslashtirish uchun indah degan so'z shu ig'sil degan ma'noda deb izohlasak ikkisi o'xshash bo'ldi dedi. Lekin ikkisi qachon o'xshash bo'ldi? Ikki hadis kelgan bo'lsa o'xshash bo'ldi. Lekin bir hadis kelib qolgan bo'lsa, o'g'il buvoqninkini madh qilinglar, qiz buvoqninkini g'asl qilinglar degan bo'lsa, buni cho'qim farq bo'lishi lozim. Buni ikkisi bir ma'noda desak, shu ikkisini jumlar degan bo'ldi. Bunda ayrishdan hech qanday farqi yo'qdi. Lekin amaliyotda ikkisining farqi bor. Qiz buvoqning suyudikida tarkibida zot bir ig'irlik bor. Bu bir haqiqatdir. Qala al-musannifu wal maniyu najisun. Endi manini najis deganda yuqorida qistirib o'tganda. Endi bu yerda manidin qanday tozalik qilish haqida ayrim bir to'xtalibdi. Manining najisligida ulamolarda ixtilof bor. Hanifi mazhab, Maliki mazhab najis deb qaraydi. Shafiy mazhab, Hanbali mazhab pokiz deb qaraydi. Hanifi mazhabda al-mani najisun. Yajibu ghaslu rabbihi. Davomli bu mani hamda tahil mani bo'ladi yoki qurib qolgan mani bo'ladi. Najis degani kim qanday tozalaymiz? Tozalash usuli haqida to'xtaldim. Yajibu ghaslu rabbihi. Hul holatda bo'lsa yuvish lozim. Va yujzi'ul farqu fi yabisi. Qurib qolgan ahvolda buni uvlasa yetarli deydi.
Vaqad bayyannal vajha fi. Biz ulvatsan uchun pokiz bo'ldi dedik. Buning sababini yuqorida bayon qilib o'tdik. Ya'ni ulvatgandan keyin buningdagi najosat yengillaydi. Yani 90% ulash bilan tatalash bilan chiqib ketadi. 10% qolgan ahvolda buni hamma yig'ib ekarsekmi, qadr dirhamchilik miqdorda bo'lmaydi. Az narsa apu qilinib ketgan bo'lg'achqa mayli etimiz dedi. Va fil fatawa, bu fatawa degan so'z yuqoridami bir qitim chiqdi. Bu Hanifi mazhabda biz imomdan kelgan qarashni 3 turga bo'lgan. Zahir rivoya, an-navadir, zahir rivoya degan ishonchli rivoyat. Shu Imom Muhammadningki 6 kitobida kelgan qarashlar. An-navadir degan ikkinchi darajalik manbalar, 3-chi darajalik manba al-fatawa wal waqi'at. Bu nimadan iborat desa, imomlardan bir masala haqida bir qarash kelmagan. Kelmagandan keyin shu mashayixlar yoki navri shogirdlar, paynavri shogirdlar binoz deb baqqan onlar. O'zi ishtihod qilib bergan javobni fatvolar deb ataydi. Undan keyin bu 3-chi darajalik manbalarda shunda kelgan deydi. Mararatu kulli shay'in kabawlihi. Har qanday bir hayvonning o'tish yo'qligi ashudikula o'xshash. Esa qo'yni so'ygandan keyin uning o'tini oldigan gap jigarga timib ketishi mumkin, go'shtga timib ketishi mumkin kesib ketsa. Bu shu hayvonning sudikula o'xshash deyilibdi. Bu gapni kimda? Imomlardimida? Yani ashabına yoki imom va sohiban demidi. O'ldan keyin kelgan navri shogirdlar va undan keyin kelgan ulamolar shunda dedi deydi. Va idza ijtarra al-ba'iru tuga, ba'ir degan tuga ko'chsa dedi. Ko'chiga vaqtida ko'chaydigan ayollar bor. Masalan, qo'y, kalım ko'chaydi ekan masalan. Tuga buni ko'chaydi. Aldirashliqda boshqa ularning niqoni tezroq yolay deb yo'ldan gel. Yo'lgan ekan, lekin aldirmay qayta chaynab yutib oladi. Yo'q, boshqa bir qadam chirkitib qilib, yana asta chiqarib chaynab yutib oladi. Tugi ko'shab qolsa, fa asaba thawba insanin, bir insonning kiyimiga ash ko'shavotgan chaqda, qayta chaynayotgan chaqda og'izdagi shu halab tiyib ketsa, fa hukmuhu hukmu sirqinihi. Og'izdagi chaynayotgan ash halabning hukmi uning tizgidek deydi. Sirqin deganmi shu tizak, qir degandek mazmun. Sirqin yoki sirjin, sirgin yoki sirkin bu farsi so'zi bo'lishi mumkin. Li usulihi ila jawfi. Nima uchunsa bu bir qatim dastlabda buni yutayotgan chaqda ashqazon bir qatim kirgan. Ashqazon kirgandan keyin yo'lagi najosat bilan aralashib, bu bir najosat olib, undan keyin og'zi chiqqan chaqda uni kiyim yuvib ketdi. Kalma idza wasala ila jawfihi hukmuhu hukmu bawli. Xuddi sumu ashqazoniga yetib bo'lgandan keyin shu chiqib qolsa, sudikning o'rnida bo'lib deydi. Qiyas kam bu. قال وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث. Ötekka o'zining jismi bor, jirm degan jismi, moddasi bor degan. Jismi bor, moddasi bor, tutumliq bir jismi bor bir najosat yuqib qolsa, masalan tizak. Ötekda tizakka dasabdi masalan. Val azira. Azira degan insonlarning shu tarti. Pishab ganda degan. Yoki al-g'oib deymiz. Ashunga dasab sog'an bo'lsa, fajaffa fadalakahu, kim qurib qopdi, qurib qolgan ekan, yaga toza surkab, ulab surkabdi. Fadalakahu bil ardi jaza. Yaga obdan surtvatsa, uningda namoz o'qisa bo'ladi. Warratbu wa ma la jirma lahu kal khamri. Endi hul ulab qolsa, o qurib qolganning ishi. Hul holatda ulab qolsa, wa ma la jirma lahu kal khamri. Yana o'zining jismi yo'q, ya'ni qattiq bir moddasi yo'q, lekin shu suyuq bir narsa bo'lsa, suyuqqa o'xshash, aroqqa o'xshash, kal khamri wal bawl la yujzu fihi illa al-ghasl. Jumasa bo'lmaydi.
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. Bu imamның qarışı. Hozir biz yuqorida bayon qilganimiz imamның qarışı. Hanifi mazhabda mush hisob bo'lg'achqa shuni tanlab oldi. Hamda Abu Yusufning qarışı desa, yujzul mashu fihima illa al-bawla wal khamra. Suydik bilan haraqdan boshqasi bo'lib qolsa, endi suyuqlik najosat bo'lsa demakchi, surtasi bo'ldi. Nam, ayni maynatchilik bo'lib qolsa, suyuq maynat bir narsa bo'lib qolsa, suydik bilan haraqda zajuish lozimki. Uningdan boshqada surtasi bo'laverdi dedi. وقال محمد لا يجوز فيهما إلا الغسل كالثوب. Muhammad abdu suyuqlik bo'lgandan keyin bu jumusi bo'lmaydi. Araq bo'lsin, suyuq bo'lsin, yoki boshqasi bo'lsin, najosatlar bo'lgan o'takka tekkandan keyin yuvish lozim. Xuddi kiyimga tekkan bo'lsa yuvish lozim bo'lgandek dedi. Vali Abu Yusufning dalili itlaqu qawlihi sallallohu alayhi vasallam idza asaba khuffa ahadikum aw na'lahu adan falyadlukhuma fil ardi wal yusalli fihima. Birinlarning kashiga maynat nasib ketsa, juqib qolsa, buni ziminga toza surtsin, ulab surtsin dedi. Yoki surtib, ashun namoz o'qiyversin. Fa inna zalika tahurun lahuma. Surtish ashu paykashni pokizlaydigan narsa debdi. Min g'ayri faslin baynal yabisi var ratbi. Buningda quruq, hil deb unda ayrimida. Wal mutajassidi va g'ayrihi. Yani mutajassid debdi. Wal mutajassid va g'ayrihi. Yani qattiq narsa bo'lsin yoki suyuq narsa bo'lsin, quruq narsa bo'lsin, hil narsa bo'lsin deb unda ayrish bo'lmadi. Qanday o'z surtasi bo'laverdi demak. Wal daruratul amma. Yani umumiylik insonlar shunda dastat soldigan bir ahvollarga duch kelib tazlash zarur bo'lib qolg'achqa buni bir yengillik bo'lish lozim. Va alayhi aktarul mashayikhni biz Hanifi mazhabdagi shu uch imomga shogird bo'lmagan keyin kelgan ulamolar dedik. Yoki O'rta Osiyodagi shu keyin kelgan ulamolarni mashayix dedik. Shuni hammasi ko'pchiligi mashayikhning ko'pchiligi mushtarashni tanlabdi. Nima uchun desa, ma hadis sayyid bo'lg'achqa shuni tanladi bular. Wali Abi Hanifa hada al-hadith. Abu Hanifa bu hadis sayyogan ekan, ya'ni Abu Hanifa shu hadisni dalil qildi deydi. Lekin Abu Hanifa buni quruq, qattiq, tizaklardek ashunda narsalar juqib qolgan ahvolda deb mazmunni tushunibdi. Endi hil narsa bo'lib qolsa, ida musahabil ardi yatalattahu bihi al-khuff akthar min makan. Hil narsa bo'lib qolsa, o'takka juqqan ahvolda biz yerga sursak buni, bu texmi maynat bo'ldi, o'takni texmi maynat qilib deydi. Laydak narsa paydo bo'lib nejasat aralashgan laylab texmi maynat qilibdi. Fala yutahhiru. Undan keyin u ziminga yoki yerga surtitish o'takni pokizlayolmaydi. Bixilafil yarz, lekin quruq narsa bo'lib qolsa, buni aksicha yerga surtitsak o'takni pokizlaydi. Yanal khuffa la yatadakhaluhu illa shay'un yasirun. Chunki o'tak deganga ozgina bir narsa singib kirishi mumkin. Quruq maynat narsadan ozgina narsa singib kira olishi mumkin. Va huwa ma'fuun anhu. U ozgina bir narsa kirsa, odat aql qilinib ketadi. Va la kadalika al-bawlu wal khamru. Lekin suyuq bilan araq unda emas. Bu to'kilib ketib qolsa oyoqning ichiga singib kirib ketadi demakchi. لأنه ليس فيه ما يجتذب مما على الخف فيبقى على حاله. لأنه ليس فيه degan suyuq to'kilgandan keyin yo araq to'kilgandan keyin buni yerga surtsak, bu to'pa purumning yoki chamning terininki ichiga qat-qatiga singib ketgan u suyuq bilan tortib tozalamaydi deydi. Undan keyin bu nimalar qoldi, yana shu suyuq bilan araq bilan maynat ishib ketgan holatda qilaverdi deydi. Surtgandan keyin bu kallazi lahu jirmun hatta lahu lusiq alayhi tinun. Shunga hatta yana shunga uningga lay chaplashib qolsa, tinun ratbun aynam patqaqlay chaplashib qolsa, fajaffa uningdan keyin qurib qolsa, summa dalakahu jaza. Undan keyin surtayotgan bo'lsa, agar bu joy joiz bo'lsa, ya'ni quruq tizak emas, lay, patqaq
yuqib qolgandan keyin bu patqoq qurib qolsa, u chaqda surtayotgan bo'lsa, yerga tushib ketdi. Lekin o'l holatda bu to'liq tushib ketmaydi deydi. Kalladi lahu jirmun. Ya'ni maddasi bor, qattiq bir najosatga o'xshashlam, bu kim qurib qolgandan keyin tushib ketdi. Ya'ni u kim qattiq najosatga aylandi, qurib qolgandan keyin. Yurwa zalika an Abi Yusuf. Mush qarashmo Abu Yusufdan ketdi. Va bi xilafi thawbi. Ya'ni bu kiyimga o'xshamaydi deydi. Ya'ni o'tak yoki kash kiyimga o'xshamaydi. Li'annahu mutakhallalun. Chunki kiyim deganning orliqi narsadan ketadigan narsa bu. Fatatadakhaluhu ajza'u najasa. Undan keyin najosatning parchalari orasiga kirib ketadi. Fala tazulu bil masx. Undan keyin uni surtib qo'yish bilan tozalanmaydi. Fayjibul ghasl. Undan keyin yuvish lozim. قال والسيف والمرآة يكتفى بمسحهما فيهما قلج شمشر والمرآة أينك بولغا أشندا مينت ناسل جقب قاغان أهوالدا يعني إغير درجلك مينت ناسل جقب قاغان أهوالدا بنا شندا سرتوسا كفاية ليلة پاكز بولدو لأنهما لصلابتهما لا يتداخلهما شيء من النجاسة فتزول بالمسح. Çünkü buna qattiq siliq narsa bo'lg'achqa, uni arasqa unda mendan narsa kirib ketadigan ahvol yo'q. Mendan narsa sinib ketmaydi. Ularning shu ustidan bo'lg'achqa surtsak tozalanib ketadi deydi. Misalichi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها. ياجا برمينة ناسا تشته مينة تلده فذهب أثرها. onun fakat iznası kalmadı deydi. Hazır bu ziminin üstüge meynet narsa tushib ketib va to'kilib ketib qolsa, qanday ahvolda pokiz bo'ldi degan masala. Yuqoridagisi masalan o'tak, kiyim-kechak, boshqa yerlarga meynet narsa tushib ketsa, hukmini bayon qilgan. Jazatis salatu alayha duna tayammum. Ashiyaning ustida namoz o'qisa bo'ladi deydi. Hech qanday asar qilmagan lekin. Duna tayammum lekin ashu tuproqda shu najosat tushgan joyining to'pisida tayammum qilishga bo'lmaydi. Xuddi bu yuqorqi masalalarda tahir, g'ayr mutahhir deganga o'xshash. Wa qala Zufar la tajuzu as-salatu kat-tayammum. Imom Zufar debdi, tayammum qilg'ili bo'lmaganga o'xshashla namoz o'qishga bo'lmaydi u yerda. Yuqordimi suvni tahir bo'lsa mutahhir bo'ldi deb turgan. Nishadimi mushtuproqni tahir desak, cho'qim bu tayammum qilishga yaraydigan mutahhir bo'ladi debdi. Walana bizning dalilimiz annal arda tanshafu. Yadigan qurib qoladi. Wal hawa'u yajzibu ma zahara minha. Ustiga chiqib qolgan maynachilik bo'lib qolsa, havo tatib ketadi, quritib o'tadi demakchi. Faqallat. Undan keyin buning bir qismini havo tatib ketdi, qurib ketdi. Undan keyin bu najosat az miqdorda qoldi, bak az. Wal qalilu la yamna'u jawaz as-salati. Hamda az miqdordagi bir najosat bo'lib qolsa, namoz o'qishni to'sanmaydi deydi. Masalan, qadri dirham dediq-ku, shuni namozni to'sab qilinmagandek. Va yamna'u tayammum, lekin tayammum qilishga bo'lmaydi. Ay najosat tushib ketgan to'pida garchi uning hech qanday izi qolmagan bo'lsa-mu, tayammum qilish bo'lmaydi. Chunki ozgina najosat bo'lsa-mu yerda
Paklıgıcı degan sifatga daxl etadi. Wa rawa ibn Kas an ashabina. İbn Kas bu Ali ibn Muhammad ibn Hasan ibn Kas al-Qadi an-Nakhai. Ali ibn Muhammaddan 324-yil vafot bo'lgan. Shu üç imamning shogirdlari yoki shogirdning shogirdi bo'lishi kerak. Bu rivoyat qildi dedi. Endi yuqorida biz jazat salat alayha duna tayammum degan qarash zohirur rivoya edi. Endi mavo navadir rivoyati, ya'ni ikkinchi darajalik ojiz rivoyat. Bu rivoyatda imomlarimizdan javazut tayammum aydan tayammum qilsin bo'ldi degan qarash kelgan. Zufarning qarashiga o'xshash. Bundan keyin üç imomdan ashabina degan so'zni biz shu üç imomni ko'rsatadigan so'z dedik. Shunama al-imam va sohiban. Üç imomdan shunda qarashim keldi. Yuqorida ustida namoz o'qisa bo'ldi, lekin tayammum qilib bo'lmaydigan qarash keldi. Ikki xil qarash. Birinchisi zohir rivoya, ikkinchisi g'ayri zohir rivoya yoki rivoyatun navadir. Bu rivoyatun navadir Zufarnikiga o'xshash chiqdi. لأن النجاسة استحالت إلى أجزاء الأرض. Çünkü ziminga tushgan najosat ziminning bir parchasiga aylanib ketdi. İstihala deganda biz aylanib ketdi, bir moddaga aylanib ketishni degan. لأن من شأن الأرض جذب الأشياء إلى طبيعها. Çünkü ziminning tabiati shunda. Boshqa bir modda tushib qolsa, o'zining tabiatiga so'rab ketadi, tortib ketadi. وبالاستحالة تطهر كالخمر إذا تخللت. aylanib ketishi bilan pokiz bo'lib ketadi. Ay najosatmi pokizlikqa aylanib ketadi. Qanday bo'lsa, shu xamirga o'xshash. Aroq bir muddat turgandan keyin sirkiga aylanib ketib qolsa, bu pokiz narsaga aylanib ketgan bo'ldi. Bu najosatmi ziminning ustiga tushib, to'piga aylanib ketsa, pokiz narsaga aylanib ketgan bo'ldi dedi. فيجوز التيمم. Undan keyin shu joyning tuproqi bilan tayammum qilsak bo'ldi. وإذا أصاب الأرض نجاسة. Endi bir yerga najosat tegdi. إن كانت رخوة يصب عليها الماء فتطهر. Agar bu joyning to'pisini ayt bo'sh to'p bo'lib qolsa, qumdak masalan, ayt bo'sh yumshoq to'p bo'lib qolsa, ustiga suv to'kitamiz. Suv to'ksak, shuni pokiz bo'lib ketadi. لأنها تنشف الماء. Çünkü ya boş olan ekan suv sınıp qurutadi, suni demak. Fayathuru wajhul ard. Oxirda bu suvni bir yuvib quritayotgandek bo'lgan ekan, zaminning ust tarafi pokiz bo'lgan bo'ldi. Va in kanat sulbatan yusabbu al-ma'u alayha. Lekin qattiq yog'lab qolsa, suv sig'maydigan. Ustiga suv to'kitamiz. ثم تكنس الحفيرة التي اجتمع فيها الغسالة. Ondan shu yug'an suv yig'ilib qolgan bir joyni anchuncha u yerga chuqurroq joylar bo'lib qolsa, suv yig'ilib qolishi mumkin, suv sig'may. Shu maynatlar tushib ketgan ya qattiq yog'ilib qolsa, sig'izya masalan, shunda qattiq bir yog'ilib qolsa, suv sig'maydigan. Ustiga suv to'kdik. To'kkandan keyin buning anchuncha ba'zi bir o'ydan chiqaylarga shu joyni chaqigan suv deyiladi shuni. Chaqigan suv yoki yunda deymiz endi, yundi suv shu yerga yig'ilib qoladi. Yig'ilib qolgandan keyin biz uni supiga bilan bir narsa bilan supurib suvni boshqaga chiqarib o'tamiz. Demak biz zaminning ustini hozir chaqib yug'andek bo'ldik. Men tukbasda yana tuknasu. Supurildi deydi. Hafira degan o'rak. Chuqur joylari. Hufra deymiz yoki hafira deymiz. Tuknas supurildi. Shuni supurgani miknasa deymiz. Al-Gusala shu yug'an jundusu. Qala va bawlu ma yu'kalu lahmuhu. Go'shi yilgan hayvonninki sudiki. Masalan, qo'y, kala, o'chka tugadigandek. Va bawlul faras atning sudiki. Va damus samak baliqning qani deyilamdi, baliqning qani bo'lamdi degan masala talash bo'lsa, qilib shu baliqdan chiqqan qizil qandek narsa deyli. Va lu'abul bag'li val himar. Qechir va eshaklarning
şölgeylere. Ve qur'u ma la yu'kalu min at-tuyur. Göşi yilmaydigan kuşlarınki mayıqı. Necasatuhu mukhaffafa. Bununki necislikka yengil deydi. Bu yengil derecalik nejas. Amma bawlu ma yu'kalu lahmuhu. Endi tafsili bayon qilgan bo'lsak, bu biz yuqorida bayon qilgan oshnasininki nejasi yengil degan qarash Shayxonning qarashi. Abu Yusuf bilan Muhammadning qarashi. Endi amma bawlu ma yu'kalu lahmuhu fatahirun 'inda Muhammadin. Aş birinci meseleni elip aytsak, bu işkelenin nazarda necasa mukhaffafa, Muhammadning nazarda pakiz edi. Mesela qo'yning, kalining, o'chkining, tugining sudiki pakiz demek. Li hadithil uraniyin. Uraniyning hadisi Buxoriy Muslimga kelgan sahih hadis. Bu hadisning voqealigida Urayni qabillik 5-6 kishi Madinaga kelib musulmon bo'lib, bir muddat islomni o'rganib turgan. Turish jarayonida bo'lib sahroda yashagan badaviy o'g'ashqa Madinaning shaharning havosi yoqmay og'rib qolgan. Og'rib qolgan chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni shaharning havosi sizga yoqmabdi. Shaharning sirtiga chiqib, zakat tugilarini beqiyotgan bir joy bor. Shu yerga chiqib, shu tugilninki sutlari va suydiklarini ichib davolaninglar deb buyurgan. Bular shaharning sirtiga chiqib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu tugi baqarman kishi bilan ko'rishib, asha bir muddat turib, tugining suti va suydiklarini ichib davolanib saqlaygandan keyin tugichini o'ttirib, tugilni bulab olib qochgan. Olib qochgandan keyin tugini bulab olib qochdi deb xabar kelgandan keyin Madinadan Rasululloh adam chiqartib, qo'g'lab, tutib, uni akilib, Madinaning qari sayliqiga kelib, bunun putqollarını kesip, gözlerini oyap sıkı taşır etken. Aşında vahşi ölgen bular. Hadis-el Uraniyin diyen şu hadisini gösterdi. Şu hadiste Resulullah kesel bulap qağıllığa tügünün süt ve südüklerini işinlağa dep buyurğallık üçün tügünün südüke pakizde parayma demekçi Muhammed. Necis olan bolsa Resulullah işki buyurmaydı der. ويدخل فيه بول الفرس عنده أيضا محمد نظرda ما يكل لحمه atның munusunu kirdi. Çünkü Muhammed atның göşü halal, makruh emas deb qaraydi. Abu Usma halal deb qaraydi. Lekin Muhammad'da o göşü yildigan bolsa necasa mukhaffafa dedi. Velahuma Abu Usma bilan Muhammed işkelan göşildiğen ağanın südüke necasatu mukhaffafa deb qaragan. Yengil darajada necis deb qaragan. Bunun dalili ennehu istahala ila natinin ve khabathin. Bu asli hayvan yegan bir suyuqlik, su va kaza. Bu hayvanning badaniga kirgandan keyin sesiq va maynat bir narsaga aylandi deydi. Natin degan sesiq, khabat degan maynat. Fayakunu najisan. Undan keyin azık aylangan holatda bir najosat. Bundan ki biz bunu necis deymiz, azık ahval qarab, kabawli ma la yu'kal. Xuddi go'shi yilmaydigan hayvonga o'xshash. Uning sudiki necis degan bo'g'achqa buni necis deymiz. İlla anna qulna bi takhfifihi lit-ta'arud. Lekin biz boshqa hadis buning zid kelib qolganlikdan buni yengil darajaga tushirib qo'ydik. Bu og'ir darajalik bo'lmoqchi edi. Chunki biz og'ir darajalik najosat deganni ta'riflagan vaqtimizda hadislar yoki oyat hadislar bir-biriga zid kelib qolmay kelgan bo'lsa najasi mug'allaza, oyat hadisda zid kelib qolgandek bir ahvol bo'lsa najasi mukhaffafa degandek ta'riflagan. Undan keyin go'shildigan hayvonning sudiki masalasida dalillar asl bir-biriga zid kelib qolgandek bo'lg'achqa biz buni og'ir darajalik demay yengil darajalik deb qardik. Ham bu yerda zid kelib qolgan dalil qaysi? Mesela hadis-el Uraniyin bu südükni pakiz deganini ko'rsatdi. Ondan südükdan saqlanish to'g'riliq yoki shu qabrda azoblanayotgan kishining südük sababidan azoblanayotganligi deganga o'xshash südükdan saqlanishning muhimligi haqida kelgan hadis buning nejislikni ko'rsatdi. Undan keyin zid kelib qolishqa biz buni og'ir demay yengil dedik deydi. Va hadis-el Uraniyin musikha kal musla. Musla degan badanning a'zolarini va yani kesishdan iborat.
tirik turib kesamdi yoki o'lgandan keyin kesamdi. Mesela Hazreti Hamza'nınki ciğerini kesip çayındığı Hind. Şunu o'xshash yoki o'lib ketgan kishining burun quloqlarini kesish degandek. Endi shu o'ranining voqealigida, shu tugi o'g'irlarining voqealigida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu tugi o'g'irlarining put-qo'llarini kesib, ko'zini o'yab tashlatgan degan shu ish musla. Endi shu musla shu chaqda bo'lgan, lekin keyin hadisda Rasul sallallohu alayhi vasallam naha anil musla deb kelgan. Yani musla qilishni to'sgan. Burunda qilingan, lekin keyin bundan keyin musla qilmanglar. Agar jazoga sho'qas gachchilik kelgan jazoni biroq unda u yerni kesib musla qilmanglar deb kelgan. Bundan keyin shudik ishga bergan ruxsatmi shu hadisda bordi. Musla qilishmi shu hadisda bordi. Endi musla qilish amaldan qoldirilgan ekan, shudik ishga berilgan ruxsatmi amaldan qolgan emas. Demak bu hadis hozir butunlay amal qilmaydi. وَدَمُ السَّمَكِ لَيْسَ بِدَمٍ حَقِيقَةً Balıqning qanal kelsak, bu haqiqiy bir qon deyilmaydi. لِأَنَّهُ يَبْيَضُّ بِالشَّمْسِ Çünkü bunu aptab qo'yib qo'ysa, qizil qon oqarib ketadi. Yani bu qon emas, endi bir suyuqlik demoqchi ekan. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه نجس Abu Yusuf buni nejis deb qaraydi ekan. Bundan keyin ulamolardan, mujtahidlardan birisi nejis deb qaragan bo'lg'achqa, yana taqa biz uni aniq bir naskilab nima qilmagan yoki buning qani haqiqiy qon emas deb qaragan bo'lg'achqa, buni najasa mughallaza demay, yengil darajalik najis deb qardik. Faqulna bi khiffatihi lidalik. Shuning uchun biz yengil deb qardik. Va lu'abul bagli wal himari eshak bilan qachirning sho'lgaylari kelsak, li ta'arudun nusus. Buningda hadislar bir-biriga zid kelib qolganlikdan deydi. Bu tarat babida chiqib bo'ldi. Qanday suvni tarat olamiz degan masalada zid kelib qolganligini bayon qildi. Wa qur'u ma la yu'kalu lahmuhu min at-tuyuri li'umumil balwa. Go'shi yeyilmaydigan qushlar-qushlarning mayoqlarimi najasa muxaffafa. Yengil darajalik najosat. Nima uchun esa bundan inson saqlanib bo'lmaydi. Yo'lda ketib qolsa, qog'oya bo'lsa, ustiga mayoqlab qo'yish mumkin. Yoki yemak-ichmak bir narsalarga tushishi mumkin. Fa innahu la yumkinu al-ihtiraz anhu. Chunki go'sh yeyilmaydigan qushlar-qushlarning mayoqlaridan saqlanish mumkin emas. Li'annaha tadruqu min al-hawa. Çünkü o havada uçup getirip bilan mayoqlar tushishi mumkin. Tadruqu yani mayoqlaydi o'zi. Va inda Muhammadin najasatuhu ghalidhatun. İmam Muhammad go'sh yeyilmaydigan qushlar-qushlarningki mayoqlari og'ir darajalik najosat deb qarabdi. Li'annaha la tukhalitun nasa fala balwa. Chunki bu turdagi qushlar odamizatdan bak aralashib yashab ketmaydi. Bundan keyin bu umumiylik hamma kishi duch kelib qoladigan bir qiyinchilik yo'q debdi. Va javobuhu ma qulna. Uning javobi shu unda saqlanib bo'lishi mumkin emas. Qala va qur'u ma yu'kalu lahmuhu min at-tuyur at-tahirun. Go'shi yildigan qushlar-qushlarningki mayiqi pokiz. Ijma'ul muslimina ala tarkil hamamati fil masajid. Chunki musulmonlar masjidlarda, jamialarda kaptalarni unda qo'yib bergan. Kaptaldan nurg'un kaptalar tushib, qunab yuribdi deydi. Walau kana najisan akhrajuha. Agar najis bo'lgan bo'lsa, masjiddan qo'g'ilib bo'ladi kaptarni. Xususan fil masjidil haram, haram masjidda bo'ladimi? Ashada davomli yashaydigan kaptalar bor. Yani hozir bunda bir hadis keltirilmay musulmonlarningki amaliy ahvolini dalil qildi. Qala illa ad-dajaja wal batta fa inna najasatahu ghalidha. Faqat to'xo va o'dak. Bularningki foqa og'ir darajalik najosat hisoblanadi. Buni ijmo baki. Hammadan birda ittifoq ekan. Buni li'adam al-balwa desak bo'ldi. Umumiylik hammadan duch keladigan ish emas bu. Shu to'xi baqqallar duch kelishi mumkin. Qala va idan tadaha alayhi al-bawlu mithla ru'us al-ibari falaysa bi shay'in. Yengnining uchidak
kichik shunda suydik cheshib ketib qolsa, imtidah degan cheshib ketdi. Hech gap bo'lmaydi deydi. Li'annahu la yumkinu al-ihtirazu anhu. Chunki buningdan saqlanib bo'lmaydi. Va fihi harajun fayantafi. Yana bu tozalashda qiyinchilik bor. Halal inson demakchi. Fayantafi, ya'ni fayantafil haraj. Qiyinchilik bor desak, biz qiyinchilikni shuna yo'qotamiz. Hech qisi yo'q deb ham yo'qotamiz deydi. Chunki dinda haraj bo'lmag'achqa. Wa laysa bawlul khafafish wa khuruha wala damul baqi wal baraghith bi shay'in lima dhakarna. Khafafish shaparanglar, uffash mumkin. Shaparanglarning suyidiki, mayiqi, shusining qini, buguning qini, bular mehnat binasi hisoblanmaydi. Chunki ozg'in bir narsa bu. Hech qisi yo'q demakchi. Lima zakarna degan yuqorida biz buni saqlanib bog'lanmaydi. Shunga qiynalib qoldi deb biz qiyinchilikni munosib ko'rmadik deydi. Qala al-Karxi, ana Abu al-Hasan Ubaydullah ibn al-Husayn al-Karxi, "Wa ma yabqa min ad-dami fi al-lahmi wal-uruq tahir." Go'shtning ichida va go'shtning ichidagi tumulada qolib qolgan qonlar pokiz deydi. Mesela go'shtning ichida qil tumuli bor yoki undan cho'roq tumuli bor. Shu tumulning ichida oqmay qolib qolgan qonli bo'lib qolsa, u pokiz. Chunki Qur'on Karimda harom qilgani shu ad-damul masfuh, aw daman masfuhan, aw lahma khinzir degan masfuh degan masfuk degan ma'noda. Eqitilgan qon. Aslan qo'yib bo'lsak, bir das qon chiqadi masalan. U qon nejis, chunki eqib chiqqan. Ham haram, uni yegil bo'lmaydi. İste'mol qilib bo'lmaydi. Lekin shu qo'yning badindagi tumulda oz qon oqmay qolib qolgan. Bu g'ayri masfuh bo'lg'achqa. Bular halol. Wa an Abi Yusuf, Abu Yusufdan kelgan bir rivoyatda annahu ma'fun fil akl duna thiyab. Buni taxmi izohlab go'sht olgandan keyin ishni qilsam uni chiqarib o'tishga mumkin bo'lmaydi. Ozgina qolib qolgan qonning yuqini. Shunga yeyishga ruxsat qilib apu qilib o'tamiz. Lekin shu qon, masalan, go'sht ko'targan kishilarda go'shtni yuzib mangdigan masalan, qassobning xizmatchilari kiyimga ochqan yuqib qolsa, buni namoz o'qilmaydi. Kiyim-kechak yuqqa holda apu qilinmaydi. Lekin yemak, ichmak iste'molda apu qilindi degan qarash ketdi. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز إزالة النجاسة بالماء. Nejasetni suv bilan pokizlashga bo'ladi. Bunda hamma olimlar ittifoq. Bu hozir nimaga munosabatli? Najosat mughallaza dedik, mukhaffafa dedik, tozalash lozim dedik. Endi nim bilan tozalaymiz degan masala. Suv bilan tozalashsa hamma olimlar pokizlandi deb qaraydi. Va la xilafa fihi, ya'ni unda ijmo bor. Qala sallallohu alayhi vasallam summa ghsilihi bil ma. Qanday tozalash to'g'riliq bergan ko'rsatmasida boshda tatilib o'tib, yoki o'lib chiqarib o'tib, uni qolib qolgan miqdorini suv bilan yuviting degan. Undan keyin suv bilan yuvsa, mehnatchilikni tozalab qilib bo'ladi. Bunda ixtilof yo'q. Qala va bi kulli ma'i'in tahirin. Yana pokiz har qanday suyuqlik bo'lib qolsa, najosatni tozalab bo'ladi. Yan'asiru bil asri. Bu suyuqlik hamda siqilayotgan taqdirda siqilib saq tushadigan bo'lsa deydi. Shunda bir suyuqlik bo'lsa. Kal xalli, masalan sirka. Bir ya meni to'lab ketdi, biz tozalaylik desak suv yo'q, sirka bor. Qancha sirkini to'kablam yuvasak pokiz bo'ladi demakchi. Va ma'ul ward, gul suyi yoki benzin masalan. Masalan sir chiqmay qolsa benzinda tozalab o'tamiz. Shunga o'xshash endi suyuqlikda, pokiz suyuqlikda tozalab qilib bo'ladi. Va ma yu'tasaru min ash-shajari wal waraqi. Daraxt yoki g'azanlardan siqiladigan o'simliklarning suvlari bo'lib qolsa mayli. Ashuni tozalab bo'ladi. Va qala Muhammadun va Zufar la yajuzu illa bil ma. Suvdan boshqasi bilan tozalab bo'lmaydi. Lekin bu yerda ikki xil qarash bo'ldi. Yuqorida ash-Shaykhan
suvdan boshqa pokiz suyuqlik qildimi tozalash mumkin dedi. Muhammad bilan Zufar suvdan boshqa tozaligi bo'lmaydi dedi. İmam Şafii rahmetullohi alayhi shu İmam Muhammad va Zufarning qarashini tutgan. Shuna mim zay fa deb sharh yozib qo'ydi. وعن أبي يوسف في البدن رواية أبو يوسف eğer bedendeki necaset olup kalsa bunu suyla tazlaş lazım mı ya ki sudun başka aşından asıldan mı tazlaş mümkün mü diyende işkili rivayet kep kaldı. İşkili rivayet kep kaldı da bilen bayan kılmagan iken bunu ünde düşünmez. Ay başka su yok mu bedengi tekken necasetini tazlayalaydı o bir karaş. Tazlayamaydı o en bir karaş. İşkili rivayet geldi. Li Muhammedin kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem İmam Muhammed sulallam tazlash lazım degan qarashiga dalil qilib bu hadisni keldi. Summa ghsilihi bil ma. Undan keyin bunda qilib o'tib andan sulan yuviting dedi deydi. Walau jaza bi ghayri al ma'i sudun boshqa narsadan jusa buldigan bo'lsa lama kana fi at-ta'yin fa'ida. Suda ismini atashdan foydasi yo'q. Yuvitinglar deb qo'ydi. Sulan demaydi deydi. Nim bilan jusa buldigan bo'lsa yuviting deydi. Su deb qo'yishning foydasi bo'lmaydi bu chaqda. Lekin hozir su degandikin suvlallam tozalash lozim ekan, boshqa narsa tozalasa bo'lmaydi ekan deb tushunamiz. Va bil qiyasi alal hukmiyya. Ya'ni ikkinchi dalil buni hukmiy najosatga qiyos qilamiz dedi. Hukmiy najosat masalan janobat. Junub suqlab qolsa, suvdan boshqa narsada junsi bo'lamdi dedi, bo'lmaydi. Masalan sutdan junsi bo'lamdi. Odatda davonisi jung'alar bu sirab bo'ldi bo'lmaydi bu boshqa gap, lekin janobat bo'lib qolsa suv ishlatmay sutidan yuvasa janobatlikdan pokiz bo'lamdi bo'lmaydi. Davom ekan va boshqa najosatnimi haqiqiy najosatnimi suv bilan tozalash lozim, undan boshqa narsa tozalasa bo'lmaydi demak. Demak hukmiyya degan shu haqiqiyaning muqobilidagi so'z. Haqiqiya ko'rinib turgan najosat, hukmiyya degan junublik holatidagi ma'naviy najosat. Walahuma qawluhu ta'ala wa thiyabaka fatahhir. İmam Abu Hanifa bilan Abu Yusuf kelinining dalili va thiyabaka fatahhir degan mush oyat dalil. Thiyabak degan so'zni mush kiyim-kechak deb tushungan ahvolda bo'lmas kinoya desak, ichki dunyoingni, qalbingni turli illatlardan pokizla degan bo'ldi. Bu yerda kiyim ma'nosida tafsir qilib turib, mush oyatni dalil qildi. Fatahir dedi. Fatahir bilmadi demadi. Bunun dalili shu. Suvdan tozala degan gap yo'qmi? Pokizlar dedi. Nim bilan pokiz bo'lsa, hisob bo'ladigan. Kimyoviy suyuq bo'lsin, pokiz bo'ldi degan gap chiqadi. Masalan, quruq yuvish qilib olsak, kimyoviy suyuqlik ishlatadi-ku. Wa tathiru ath-thawbi izalatu an-najasati anhu. Yani kiyim-kechakni pokizlash degan kiyimga tekkan najisni yo'qotishdan iboratda. Va qad wujida fil khalli haqiqatan. Ana sirka bilan tozalasak, sirka amaliyotda shu najosatni tozalay oladi. Tozalashdan iborat bu vujud chiqdi deydi. Wal muradu min al-hadith hamda sizlar dalil qilgan summa silihi bil ma degan hadisdan yo'qotish maqsad qilingan. Suvlan yo'q degandan maqsad shu najosat tutlab yo'qolib ketsin demakchi deydi. Hatta law azalaha bil qat'i jaza. Shunga buni maqsad qilingan bo'lg'achqa shu kiyimga najis narsa yuqqan, qon va mani degandek narsa yuqqan ahvolda shu joyini kiyimdan kesib tashlasa, kiyim najosatdan qutulgan ekan, u kiyim pokiz bo'ldi. Va suv ishlatmasin pokiz bo'ldi degan gap buni dedi. Qarshi tarafmi mayda to'g'an shu parchani kisibdan tashlasa, kiyimning qattigan qismi pokiz bo'ldi deydi. Undan keyin biraz suv ishlatmasin mana pokiz bo'ldi. Undan keyin maqsad pokizlashgan. Wal izalatu tatahaqqaqu bima zakarna. Unda shu mayna narsani yo'qotish biz yuqori degan shu har qanday pokiz modda bilan vujud chiqadi. Kama fil ma'i xuddi suvda vujud chiqqandeklar boshqa narsaning vujud chiqadi. Listivaihima fil mujibi liz-zawali. Chunki yo'qotish xususiyatida ular teng barobardir. Al-mujib liz-zawal degan najosatni yo'qotadigan omilda
yoki xarakterda ikkisi teng barobar. Yani suv olsun, boshqasi olsun, najosatni yo'qotalamdi, yo'qotalaydi. O'xshash yo'qotalaydi. Qandaysi min tarqiqin najosati. Chunki bu suyuqlik, yoki suyuqlik olsun, suv olsun, bu suyuqlik shunda najosat tekkandan keyin najosatni suyultadi bu. Tarqiq degan suyultish. Vaqtilatiha bil ma, as-suyuq narsadan bu najosat arilishidan biddalki, ulash, yuyish orqali. Va taqaturiha bil asri, shay'an fa shay'an. Ondan bir siqqanligilam ay najosat tamsilab tushib ketadi. Taqatur degan tamsilash. Azdan bir-birlab saqib tushib ketadi. Ila an tafna, oxiri bir nashqatin siqvatsak suyulib ketgan najosat hammasi saqib tushib ketadi. Oxiri yo'qolib ketadi deydi u najosat. Tafna bil kulli, butunlay yo'qolib ketadi. Ya'ni tozalandi. Wa zikrul ma'i fil hadithi warada ala ma huwa al mu'tad ghaliban la lit-taqid bihi lima zakarna. Hadisda suvlan yo'q degani odatda tozalashga shu suvni ishlatilgan bo'lg'achqa ko'pincha odatlangan usul bo'yicha shunda atagan deydi. Lima zakarna degan, yani bunun maqsad tozalashdan iborat. Shunga istinjo qilsimi, chalmada istinjo qilish hadisi buyurilgan. Lekin chalmadan boshqa narsa istinjo qilmasmi, o'rin tozalangandan keyin istinjo chiqdi deydi. Wal qiyas wal hukmiyat la yastaqim. Hamda Muhammad ibn Zufar junub kishi suvdan boshqa narsada juyinsa junublik yo'qlamdi, yo'q dedi. Undan keyin ma najosatni yo'qitish bo'lmaydi deb qiyas qilgan. Biz yo'q, bu qiyas joiz bo'lmaydi deymiz. Li'annaha ibadatun la yu'qalu ma'naha. Chunki bu junublikda najasa hukmiyat degan ahvolda, ya'ni ma'naviy najosatlik bo'lgan ahvolda biz bunun ma'nosini tushunib bo'lmaydigan shunday bir ibodat xarakterlik narsa. Bu shunday qildida, shunday qilamiz. Qalbimizdan o'tib bo'lmaydi bo'ladi. Ala tara annahu yajibu ghaslu ghayri mawdu'an najasa. Qaramamsan deydi. Najasa hukmiyada, ya'ni ma'naviy najosatda najosat chiqqan joyning boshqa yerlarini yuvish lozim. Masalan, mani chiqqan bo'lsa, biz butun badanni yuvamiz. Shu joylar emas. Fayuqtasaru ala mawrid ash-shar'i wa huwa al-ma. Undan keyin bu shunda shariat bunda qilishing kerak deb biz kallimiz bilan tushunib bo'lmaydigan ish bo'lg'achqa buni qulluq deb bilan bosh ustiga deb qabul qilib, shariat ko'rsatgan usuldan yuyinsan degan bo'yicha yuyinishda sunnani ishlatamiz. Ya'ni janobatlikdan yuyinishda sunni ishlatamiz. Başka işletmeyimiz dedi. Emmel hakikiye ama hakiki necaset olup kalsa fel maksud izaletun necase. Bel maksat kılgan necasetten kurtuluş. Yoktu şunu. Ve kad zalet lima beyyenna. Yukarı nesilden tazlığa ahvaldı mı? Bu necaset yokap ketti. Yokap ketkendiken maksatla da oldu. Kale fe in kâne leha aynun mer'iyyetun fetaharatuha zevaluha. Eğer ko'z ko'ringan bir najosat bo'lib qolsa, ko'ringan moddasini to'liq yo'qotib o'tganda undan pokiz bo'ldi deymiz. Li'anna al-hukma bin-najasati biqiyam 'ayniha. Chunki qachon bir narsa maynat bo'ldi deymizsa, shu maynat narsaning o'zi ko'zi ko'rinib turgan ahvolda maynat bo'ldi deydi. Najosatning o'zi ba bo'lib qolsa, qiyam 'ayni degan o'zi ba bo'lsa deydi. Feyn adimu bizavaliya. Undan keyin najosat yo'qolsa, maynatchilik yo'qoldi deymiz. Falau zalat bil ghaslatil wahida. Najosatni bir qatim yuvsaqlam pokiz bo'lib ketsa, tahurat inda ba'dihim. Ba'zi olimlar bo'ldi esa pokiz bo'lgandan bo'ldi bir qatim yuvsa, tazlib bo'lgan bo'ldi deydi. Va huwa muqtada ma zakarahu fil kitab. İmam Quduri ay muxtasarda bayan qilgan gapning o'rami mushin taqazzo qildi. Ya'ni bu yerda aniq bunda bayan qilgan yo'q shu kitobdimi? Muxtasar Quduriymi? Lekin bunda gapning o'rami qarasak, xuddi mush bir qatim yuzimi alolab ketdi degandek bir mazmun chiqdi. Yani muqtada degan so'zga diqqat qilaman.
Aş kitapda bayan kılınan gap şunu taqazza qiladi, şunu ko'rsatadi demek. Va inda ba'dihim antumizatki ba'zi ulamalar yashtaritu ghasluhu ba'daha marratayn. Bir qatim yuvib qarsak najosat tozalib ketgan bo'lsa, undan keyin ikki qatim ataytin yuvitimiz deydi. 3 qatim, martam 3 martamda. E'tiboran bi g'ayril mar'iyya. Ko'z ko'rinmaydigan najosatga qiyas qilgan holda deydi. E'tibor degan so'zni biz qiyasni ko'rsatadi degan. Ko'z ko'rinmaydigan bir najosatni yuvishda biz 3 qatim yuvadigan bo'lg'achqa, ba'zi olimlar ko'z ko'ringan najosatni bir qatim yuvsak tozalib ketsa-mu, oqoqdan yana 3 qatim yuvitimiz debdi. Ko'z ko'rinmaydiganga qiyas qilib. Wala yadurru baqa'u atharin yashqu zawaluhu. Bir chal yoki dog' qolib qoldi deydi. Yug'annikin dog' ya chal qoldi. Bu chal ya dog'ni chiqaramidi? Chiqishni tasqiraladigan bo'lib qolsak, bu chaqda u chalning zini yo'q, endi qo'yib qo'ysak bo'ladi. Chal qolib qolmaydi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam fi damil hayy, hayzning qani haqida Rasululloh bunday degan. Ighsilihi wala yadurruka atharu. Juyasanız bo'ldi, uning izi qolib qolsa, chili qolib qolsa, kerak yo'q degan. Wa daf'an lil haraj. Yana bundan aytdi, qiyinchilik bo'lg'achqa biz qiyinchilikni nari ketkizib o'tish uchun hech qisi yo'q deymiz. Qala va ma laysa bi mar'iyatin, ham ko'z ko'rmaydigan narsa, masalan, suvda sinib ketdi binasiga, gilamga emas. Ko'z ko'rmaydi, hech qanday unda najosat borligi bir nima yo'q. Fataharatuha an yaghsilahu hatta yaghlib ala dhannihi taharatu. Ta ko'ngli xotirjam bo'lib, endi pokiz bo'lganda deganga qadar yuydi dedi. Xuddi yuqorqi ikki masalada Imom Abu Hanifa shu maslaga duch kelgan kishi o'z mo'lchalar ish tutdi degan o'xshashlar ma'noda ko'ngli xotirjam bo'lgan qadar yuyirdi debdi. Yana g'alabat dhanni dalilun fi shar'iyyat. Chunki ko'nglida pokiz bo'ldi deb gumonlashlar ish tushsa, shariatda bu bir dalil bo'ladi deydi. La siyama inda ta'azzuril yaqin. Bularmi kesib bir narsa demaydigan ahvollarda shunda. Shariatning ko'pincha ahkomlari bunda g'olibi zanniga tayanch kerak. Bularmi shu ijtihodiy masalalar. Qala va yuqaddaru bis-salati aw bis-sab'i. Endi g'alabada zannini ba'zi ulamolar hammadan o'zining g'alabada zanni qilib xato qilishi mumkin. Buni bir o'lcham bekitib qo'yinglar. Xuddi ko'lchakning ko'limini 10 gaz qilib qo'yinglar. Hammadan bilib qo'yilmaydiganga o'xshash. Bir san bekitib qo'yinglar deb qilibdi. Deb qilib va yuqaddaru bis-salati. 3 qatim jusa ko'ngli xotirjam bo'lib, hamda tozalangando deya keladi deb qilibdi. Aw bis-sab'i yoki 7 bilan bekitganlim ba. Qat'al vasvasa. Ko'ngilda hech qanday bir gumon qolmaslik uchun, vasvasani yo'qotish uchun 7 qatim yuvasa hech qanday bir narsa qolmaydi deydi. Wala budda min al-'asr fi kulli marra. Har qatim yuvganchada bir qatim siqish lozim. Va kadalika yuqaddaru fil istinja. Istinja qilganchadami shunda mo'ljallaymiz. Masalan, chalmada 3 qatim surtitish degandek. Va zakara fil mabsut. Imom Muhammad al-Mabsut degan kitobida shunda bayon qildi. La yuhkamu bi zawaliha qabla thalathi li hadis al-mustayqid. 3 qatim yuvishdan burun ko'ngil xotirjam bo'lsa-mu, o najosat yo'qoldi deb hukm qilmaymiz. Nimaga asosan desa, shu uyqudan yangi uyg'ongan kishi tarat olmoqchi bo'lsa, qo'lini 3 qatim yumig'icha qo'lni suv tiqmasin degan hadisga asosan. Mujunda 3 qatim yuvg'icha deb bekitib qo'ygan bo'lgan ekan, 3 qatim yuvsa undan Pokistonda ko'ngil xotirjam bo'ldi demak. Va fil muntaqa, muntaqa degan kitob Al-Hakim ash-Shahid shu olimning kitobi. Hakim ash-Shahid zohir rivoya kitoblarini xulosalab Al-Kafi deb hamma to'plagan. Hamda ikkinchi darajalik g'ayri zohir rivoyani to'plab Al-Muntaqa deb kitob yozgan. Demak, bu Muntaqa degan kitobda kelishicha an Abi Yusuf'dan rivoyat qilinibdi. İza ghasalahu sabi'atan tahura. 7-chi qatim yuvsa, undan pak bo'ldi deyish mumkin. Ko'ngil xotirjam bo'ldi demak. Va ma la yan'asiru bil asri kal khazafi wal ajurri wal hintati. Endi siqsa siqilmaydigan narsalar bor. Keyingicha gilam, mana siqish mumkin.
Lekin siqilmaydigan narsalarni, qattiq narsalar. Masalan, qazaq degan sopol. Masalan, tashtak, bunday narsalar. Sopol tovoq. Val ajurri. Ajurri degan pishiqish, kesak endi. Val hinta, bug'doy. Uni tatmaganda shunda bug'doy bo'lsa, ustiga najosat tushib ketdi. Buni siqaja siqilmaydi. İza tasharabat fiha najasa. Bunun najasa sınıf ketib qolsa, bunu juyib siqilmaydi deydi. Yana val jild, yana teri. İza dubiga bidduhni najis. Terini meynat mayi bilan ashlagan ahvolda, bu meynatdan ishiga kirib ketdi. Bu o'ziga bir meynatlik borda, shuni ashlaydi. Lekin ashlagan moddami, ashna meynat modda ekan. Undan keyin shu terining qurumning ishiga kirib ketdi bu najosat. Hem bunu jüp sıkılsak sıkılıp olmaydı. Vesikkin, bıçak. İza muviha bil ma'in necis. Tümüçüler sen bıçağı kaşına aslında soktan çağda kız tutup sokap suğu silaydı kaş var. Göz yüzüne koyup suğu silaydı. Ondan yana sokulur. Kaşında bak muviha diyen suğu silanğı ahvalda. Meynet suğu şümürülge ahvalda. Vel lahmi iza tubiha bil ma'in necis. Meynet suda göçünü pişuğun ahvalda. Demek müjdeler sıkıp tazlık olmaydı, juyup mesela sıkıp tazlık olmaydı. Qanday tazlash mumkin? Tashkil deyil desek taqa. Qala Muhammadun la turu abadan li'adam al-asr. Muhammad debdi, buni sıkılmagan ekan tazlash mumkin emas, pokiz deb qaralmaydi. Va qala Abu Yusuf taharatu an yughsala thalathan. 3 qatim juyatsak pokiz bo'lib ketadi. Va tumawwahu as-sikkinu bil ma'i at-tahir thalatha. Mayna suvi chumurib soqqan pichoqnimi 3 qatim pokiz suv bilan qizitib turib anda cho'mirab nima qilsak pokiz bo'ladi deb. Va tutbahul hintatu wal lahmu bil ma'i at-tahir thalatha. Ay maynat suvda pishirilgan go'shtnimi va maynat suv sinib ketgan bug'doynimi 3 qatim pokiz suv bilan pishiramiz deydi. Shundan pokiz bo'ldi demoqchi. Ve yüceffafu fi kulli marra. Her katımda kurtumuz. Bir katım kayntıp, bir kurtutup, yani bir katım kayntıp kurtup, yani bir katım kayntıp kurutsak, bu pakiz buldu ki. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, el-istinja'u sunnetun min kulli ma yakhruju min as-sabileyni illa ar-riha. İstinja degan, asl nejudin kelgan. Nejud degan so'zning ikki xil ma'nosi bor. Biri insonning tarti, yana birisi egizrak bir joy. İnsanning tarti desak, istinja degan insonning tartini surtib pokizlashga degan ma'noda, chalma bu narsadan surtib pokizlashga degan ma'noda. Egiz joy deb qolsak, tarix degan chog'da inson daldoldigan bir joy bo'lib, u egiz joyning oq tarafida o'tirib, shunda tozalik qilgan bo'g'achqa istinja deb atalgan. Yani egiz joyning oqiga o'tish degandek ma'noda. Bu nimadan iborat desak, istinja degan tarat qilgan joyini chalma bilan surtib tozalashdan iborat. Bu arab tilida bir necha so'zlar ifodalaydi buni. Istijmarmi deb ataydi. Istijmar degan chalma tashlini ishlatib shunda istinja qilish, jamra degandan chiqqan, jimar. Yana istitoba deb ataydi. Ya'ni shu joyni tozalash degan. Tayyib degan, tahir degan, istithar degan ma'noda, istitoba. Ama istincanın hükmü sünnet dedi. Min kulli ma yakhruju min as-sabilayn. Aldağı iki yoldan çıkan her qanday necasetin istinja qilishning hükmü sünnet. Bu anda şu joydan chiqibdi, lekin şu joydan boshqa joyga tarqab ketmagan ahvolda shunda. Boshqa joyga tarqab ketsa, tarqab ketgan şu joyni tozalash, yuvish lozim, vojib. Lekin şu joyning o'zini tozalash sünnet. İlla rih. Fakallam yel, bunun da istinja qilish yo'q. Yeldan istinja qilish ba'zi ulamolar bid'at deb qaraydi. Nima uchun desa, bu yel ko'z ko'ringan bir modda, najosat chiqqan bir ish bo'lmagan ekan, uni tozalash hajotsiz. Ya'lam, bilginki, annal istinja ala 5 awjuh. Biz tafsili bayon qilgan bo'lsak, istinjaning turlari 5 turlik bo'ldi. Vacibani, 2 turligi vojib. Ahaduma bu iki vacibning biri g'aslu najasatil makhraji fil ghusl anil janabati wal hayd wan nifas. Nifas janabat ahvolda
badandan chiqqan joyning o'zidan to'xtab qolgan bo'lsa-mu, shuni yuyish lozim deydi. Lekin odatda namozni tartagandek tartasak, shu joydan boshqa yamrab ketmagan bo'lsa, qadar dirham miqdori ruxsat qilgan. Lekin yuyinishda cho'qim yuyish lozim shuni. Chunki badanni hammani yuyish talab qilingan usulda. Kayla tashi'a fi badani. Shu chiqqan joyda turgan bo'lsa-mu, lekin yuyingan chaqda suv tekkanlikdan endi boshqa joyga yamrab ketib, saqib ketishi mumkin. Shuni yuyish lozim. Va thani ikkinchi vojib bo'lgan istinja idza tajawazat makhrajaha yajibu 'inda Muhammadin qallahu kathur. Chiqqan joydan boshqa joyga yamrab ketgan ahvolda yuyish lozim dedi. Imom Muhammadning nazarida oz bo'lsin, jiq bo'lsin yuyish lozim debdi. Asli bu istinja emas. Mushu istinja emas. Istinjani biz nima dedik? Najosat chiqqan joyni surt tozalashdik. Hozir najosat chiqqan joyning gapi emas, najosat boshqa o'tib ketib qolsa, u o'tib ketib qolsa biz tozalash lozim deb nechiqadan takrorlagan. Bundan keyin bu hozir vojib istinja demaymiz buni. Buni tozalash vojib bo'lgan pokizlik deymiz. Xuddi masalan, yo'tisqa yoki qo'liga najosat yuqib qolsa tozalash kerak bo'lgandek, buni tozalash vojib. Bu istinja emas bu. Va huwa al-ahwat. Endi istinja deb turib, istinja qilayotgan yaxshi. Li'annahu yazidu ala qadri dirham. Dirham miqdoridan eshkid, ya'ni dirham miqdori bir ba chiqqan joyda uni sal yamirib ketganini qassaq uningga dirham miqdoridan yo'qolib ketdi demoqchi. Va indahuma shayxonning nazarida yajibu idza tajawaza qadri dirham. Dirham miqdorida ishib ketsa, yuyish vojib. Yana ma'al makhraji saqata i'tibaruhu li jawaz al-istijmar fihi. Chunki shu chiqqan joy, maqatga o'xshash joylar shu joyning hajmida najosat bo'lib qolsa, biz uni hisobga olmaydik deydi. Saqata i'tibor degan hisoblamaydigan bo'lib ketgan. E'tibor qilinmaydi. Nima uchun esa? Chunki u yerda shu chalma ishlatsa joiz bo'libdi. Chalma ishlatgan taqdirda mana shu najosat qolibdi deydi. Faqat qasim deyilgan istijmar fihi chalma bilan tozalashsa joiz deb qaralgan. Garchi azroq miqdori qilib qolsin. Fayabqa al-mu'tabaru ma wara. Undan keyin biz ruxsat qilingan miqdordagi narsa qilib uningdan eshib ketgan, boshqa yamirib ketgan holda uni tozalamiz bo'lmaydi deymiz. Undan keyin bu shu qadar dirhamda ortiq yoki yuqini buni tozalashni biz istinja demasak, u badanga yuqdi, tozalash lozim desak, bu yerda istinja vojib degan gap chiqmaydi. Chunki istinja degan qadr dirhamchilik joyni surtib tozalashga iborat. Hozirgi da'vatgan gap qadr dirhamdan boshqa joylarga o'tib ketish masalasi. Va thalithu sunnatun, uchinchi sunnat edi. Va huwa idza lam tatajawaz an-najasatu makhrajaha. Najosat chiqqan joydan boshqa joyga olib ketmasa, yamrab ketmasa, bu chaqda bu yana chalma bilan surtish sunnat. Sürtmey qolsa namozi joyida bo'laverdi. Lekin sunnatni tutmoq bo'ldi. Fagasluha sunnah. Va rabi'u mustahabbun. To'rtinchi turlik va bu mustahab. Sunnatdan to'rt darajada turadigan. Va huwa idza bala va lam yataghawwat yaghsilu qubulahu. Kichik tariq qildi, lekin cho'ng tariq qilmabdi. Bunday holda oldi tarafini yuydi debdi. Yani bir chalma ishlatib, unda nima qiladigan bir ish bo'lmagan ekan, old tarafini suvdan nima qilsa mustahab. Lekin suvdan yuvitmasa, namoz bo'laverdi deydi. Albatta, bu hamda najosat chiqqan joydan boshqa yerga yamrab ketmagan holda yamrab ketsa yuvish lozim. Wal khamisu bid'ah, 5-turligi bid'at istinja. Va huwa istinja min ar-rih. Yeldan istinja qilish bid'at istinjaga kirdi. İza lam yadhhar al-hadathu min as-sabilayn. Çünkü yel chiqdi, lekin yel bilan hech qanday bir narsa chiqmabdi. Yel bilan najosatning namligi chiqib qolsa, u chaqda istinja qilish lozim. Lekin yel bilan bo'lsa, istinja qilmasang bo'lmaydi deb istinja qilaman deb nim qilish u bid'at. Ya'ni dinda yana bir narsani paydo qilishdan iborat. Qala va yajuzu bil hajari va ma yaqumu maqamahu. Nim bilan istinja qilindi desa, hajar degan chalma, tosh, shunday narsalar.
chalma tashlash bilan istinjo qilish joiz. Va ma yaqumu maqamahu. Va shuning o'rnida turgan narsalar. Endi hozir tozliq qog'ozda shuning o'rnida turishi mumkin. Yamsahuhu hatta yulqi. Surtib, endi uni tashlaydi. La'anna al-maqsuda al-inqa'u. Chunki bu yerda istinjodan maqsad tozlash. Tabiiy shay'in hasala jaza. Tozlash qanday bir modda bilan bo'lsa, vujud chiqib qolsa, hisob deydi. Va ma yaqum maqamahu degan fa deganda Imom Shafiy shu chalmadan boshqasi bo'lmaydi degan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu mazhabda chalmadan boshqasi bo'lardi. Yamsahu hatta yunqihi, yoki hatta yunqiyahu. Tozlagan qadar surtidi deydi. Lekin Imom Shafiy 3 qatim degan sanni belgilab qo'ydi. Ya 3 qatim to'liq bo'lish kerak yoki to'liq tozlanib ketish kerak. 3 qatim degan sanni to'ldirish lozim deydi Imom Shafiy. لأن المقصود الإنقاء فبأي شيء حصل جازا. Çünkü bu yerda maqsad tozlash. Nima bilan tozlansa maqsad ado bo'ldi. Wal ghaslu bil ma'i afdal. Suvlan yuvatgan taxmi yaxshi. Afzal. لأنه أبلغ في الإنقاء والنظافة. Çünkü suvlan tozlash pokizlashda va to'liq tozalashda taxmi obdan tozlaydi. قال فإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجوز إلا الغسل. نجاسة أشقان جايدن halq qasa yumay bo'lmaydi deydi. Yuyish lozim. Demak, bu yuyishni hozir biz istinjo demaymiz. Bayatanqi vojib istinjo deganda shuni maqsad qilasiz. Faqat bayyanahu dedi mana biz yuqorida bayon qildik. Qala va la yastanji bi yaminihi. Unqululan istinjo qilmaydi. Wala bi'azmin istixom bilan istinjo qilmaydi. Wala birawsan tizak bilan istinjo qilmaydi. Chunki unqulni tamoq peyishga ishlatilgan bo'lsa, uni tozliq ishlatish bo'lmaydi. Wala bi'azmin istixom bilan istinjo qilish bo'lmaydi, chunki istixom jinlarning tabaqi. Wala birawsan tizak bilan istinjo qilish bo'lmaydi. Çünkü tizekler cillanın ulaqlarının tamaqı. Lillahi sallallahu aleyhi ve sellem an zalik. Resulullah şunu tosqan. Hazret Salman'a irallıqlar şunda degen. Sizin peygamberinglar sizga hatta tarat qilishni o'rgatgan. Yani bu bedaviyni aynı qalaq bir millatni 23 yil jarayonida tarbiyalab, eng madaniyatlik, yuqori saviyalik, safoliq bir millatga aylantirgan bo'lg'achqa İranlıqlar Hazreti Salman'ın şuna degan. Sizin peygamberinglar hatta sizga tarat qilishni o'rgatgan degandikin, shunda tarat qilishning adab qoidasini o'rgatgan. Unqulumizda istinjo qilmaslikka, ya'ni tarat qilgan unqulni ishlatmaslikka, tozliqqa, istixom va tizaklarda istinjo qilmaslikka buyurgan deb shuna degan. Mushadisni demoqchi. Wala bi ta'amin oshliq bilan istinjo qilish bo'lmaydi. Ya'ni yeydigan yemak-yemak bir narsalar istinjo qilish bo'lmaydi. Qimmat baholiq rah mujna naslida istinjo qilish bo'lmaydi. Rahni ishlatib istinjo qilib tashlatilgan bo'lsa, bu nimadan iborat? Lima fi min idaatil mal. Mol-mulkni zayi qilib o'tish, sarfxo'rlikdan iborat. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehan qila vel qal ve kasratus sual ve idaatil mal. Ve qad nuhiya anhu. Resulullah çekligen. فإن استنجى بهذه الأشياء جاز ويكره. Endi birisi shunda udulkab qilib, ashnasining birisida istinjo qildi. Boshqa narsa topolmay qilgan bo'lsa, istinjosi to'g'ri bo'ldi. Tozalash vujud qisdi. Lekin ashnasini ishlatganlik jihatdan makruh ishni qilib qo'ygan bo'ldi deydi. Bu Hanafi mazhab shunda. Lekin Shafiy mazhabda yuqoridagi narsani ishlatib istinjo qilgan taqdir qayta istinjo qilish lozim deydi. Bu bekor. istinjo hisoblanmaydi. لأن المنع لمعنى في غيره. Endi Hanafi mazhabda mujna aslida istinjo qilib qolsa, istinjosi hisob bo'ldi, lekin makruh ish qilgan bo'ldi deyishimiz. Chunki bu yerda bu narsaning o'zida unda bir kashf bir narsa yo'q. Asli iste'mol qilish, ishlatish mubah narsalar, lekin bu yerda isrofxo'rlik yoki jillarning tamoqini, jillarning ulug'larining tamoqini mehnat qilib o'tmaslik masalasi bo'lganlik. Boshqa bir sababdan deydi.
fala yamna'u husul at-taharati. Davonikan taharatni vujud chiqarayverdi. Vujud chiqishini to'sab qolmaydi. Kalistinja'i bi thawbil ghayri wa ma'i. Xuddi boshqaning birisining kiyimini o'g'irlab istinjo qilib olgandek yoki suyni o'g'irlab istinjo qilib olgandek, boshqaning suyida istinjo qilib olsa, shunday vujud chiqdi deydi. Lekin ilvag'alliq va o'g'irlik deganlik u boshqa gunoh. Boshqaning ziminida ruxsatsiz namoz o'qigandek, ya boshqaning ziminini tatib olib turib namoz o'qigandek, boshqaning suyini tatib olib o'g'irlab tatib olgandek bir gap. Yuqorida ham ta'amul jin va ta'amul davabil jin dedik. Shu hadisda Rasululloh ustixonni istinjo qilish bo'lmaydi degan shu hadisda nima uchun desa, jinlar Rasulullohdan bizning yemak-ichmak jiqroq mo'l berishiga duo qilishlar degan chog'da Rasululloh duo qilib ularga shunday javob bergan. Qanda ustixon so'ngak bo'lib qolsa, shu so'ngak sizlarga insonlar yeb yo so'ngakni tashlatgandan keyin shu so'ngak sizlarga burunqi go'sht qoltidimi obdarroq go'shtli holatga asli keltirib berildi. Sizlar shuni go'shtida yeysizlar. Endi uloqlarga cho'zsa, uloqlarga shu insonlarning uloqlari tizakligan, ash tizaklar burunqi don holatiga qaytirib berildi. Shuni ondan jinlarningki uloqlari yeydi dedi. Avonikan ustixon bilan istinjo qilishning cheklanishi jinlarning tamoqini mehnat qilib o'tmaslik. Tizak bilan istinjo qilishning cheklanishi jinlarning uloqlarining yem-xashaklarini mehnat qilib o'tmaslik. Qala va yukrahu istiqbalul qiblati va istidbaruha fil qala. Tarak o'tgan chog'da qiblaga oldini ya oqini qilib o'tirish makruh. Chunki buningda shunday hadislar kelgan. Fil buyuti was sahari yoki was sahara desak bo'ldi. Sahari yoki sahara. Uylarda bo'lsin, daldisiz, tam to'saq yo'q, endi chul bayovallar bo'lsin, o'xshash. Ba'zi ulamolar uylar tam to'saq bo'lgan ahvolda qiblaga yuzlab o'ttasin bo'ladi. Chunki to'saq bor. Chul bayovalda o'chib qoldi, qiblaga qarab o'ttas bo'lmaydi yoki oqini qilib o'ttas bo'lmaydi deydi. Liqolihi sallallohu alayhi vasallam la tastaqbilul qiblata va la tastadbiruha. Qiblaga oldinlarni qilmanglar, oqini qilib o'ttamanglar. Walakin sharriqu va ugharribu yoki lekin o'ng va so'l tarafga qarab o'tirang. Sharqqa yo g'arbga degani janubga yuzlanib namoz o'qigan bo'lsa, janubga yuzlanmay, yo shimolga yuzlanmay, ammo sharq va g'arbga yuzlanib o'tiranglar demoqchi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki Baytul Maqdisga oldin qilib o'tganligini Hazrat Ibn Umar ko'rgan. Ammo shunda ehtimolli bo'lg'achqa makruh deb, haram demay, makruh deb yengilroq qaradi. Va Abi Hanifa fil istidbari Imom Abu Hanifadan kelgan yana bir rivoyatda oxirni qilib o'tirishda la ba'sa bihi debdi. Keyinni qilib o'tirsa mayli, hech qisi yo'q. Li'annahu ghayru muqabilin lil qibla. Chunki keyinni qilib o'tirgan chog'da orqa avrat qiblaga udul-mudul bo'lmaydi. Orqa avrat yaga qaragan ahvolda bo'ldi demak. Va ma yanhattu nahval ard. Yanhattu degan past tushib ketgan narsa past tarafga tushib jig'almaydi demak. ولا يستعمل في الاستنجاء أكثر من 3 أصابع. الاستنجاء qilgan chog'da qo'lni bulib o'tmaslik uchun 3 barmoq miqdorchilik qo'lni ishlatamiz. Hamma barmoqni chalmini tutib ishlatmaymiz demakchi. Chunki eng az shu maqsadni ado qilgan narsa 3 barmoq. Unda ortiq ishlatmaymiz deydi. Wastanji bi'ardiha la bi ru'usiha. Ash o'rinni tozalagan chog'da barmoqning uch tarafini tekkizmay u joylarga barmoqning to'g'risini olgan tarafini ishlatamiz deydi. Va kadalkal mar'a. Bu qarashda ayollarning shu o'xshash ishlatadi. Bu birinchi qarash. Va qila tastanji bi ru'us asabi'iha. Bu shikil qarash bo'lib qoldi. Birinchi qarashda ayollarning erlarga o'xshash barmoqning to'g'risi bilan istinjo qildi, uchi bilan istinjo qilmaydi. Uchini avrat tekkizmaydi demakchi. Nima uchun? Chunki uchini ishlatsa ayollarda junublik deyilgan darajada bir ahvol ko'rilib qolishi mumkin deydi. Agar qizaloq bo'lib qolsa, barmoqni uchini ishlatmaydi, chunki qizlik pardasiga daxl etishi mumkin.
Bu ma birinchi qarashning gapi. Vaqila tastanji bi ru'us asabiha. Ma ikkinchi qarash barmoqning uchini siltidi degan nima uchun desa, chunki ayollarning avratini tozalash uchun barmoqning uchini ishlatmasa undan tozlanmaydi demoqchi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Kitobi at-tahara tugagan bo'ldi. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Endi inşallah bu dakika derste biz Kitab-ı Tahara başını bazı kadar ibare okutmay ders okup kettik. İnşallah bu dakika derste erdini tatıp baştan nöbet boyunca ibare okuyumuz. Düşünmeye yağlı olsa toxtaplan sorayslar şu arkalık ibare okuşuna bir meşgul kılıp düşünmeye yağlı bir boşluğunu toldurıp manganlıkken onun için Kitab-ı Tahara'dan imtihan alma. İmtihan elinip ötkenle inşallah Kitab-ı Salat'ın devamlaştırma olur. Yazıkça. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin. Ve la udvâne illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة yuqorida biz Kitab-ı Taharatni o'qildik. Kitab-ı Taharat islomning muhim ruknlaridan bo'lgan 5 ruknning birisi bo'lgan namozga tayyorlik qilish iboratdir. Mush muhim ibodatning tayyorligidan iboratdir. Şu taharatni muqaddimatul vacib deb ataydi. Usul fiqhda muqaddimatul vacib. Yani shuniki tayyorlik degan tariqada. As-salatu fil lughati ad-du'a. Hamda namozning ta'rifi. Arab tilida salat degan so'z asosan duo degandan kelgan. Uningdan boshqa bir qancha ma'noli bor. Lekin asosan duodan kelgan. قال تعالى وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Yani şu zekatını tavşirip alğan çağda zekatını İslam hükümeti zekat xadimleri tavşirip aldı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam bölütünün reisi bulup sütüden zekatını tavşirip aldı o. Tavşirip alğan çağda وصل عليهم. Yani Allah melonluğu bereket versin. Allah kan rızık versin, Allah kabul kılsın diyendek sözden dua. Dua mende. Şuna biz mutala okuyan çağda adetki insanlığa Allahümme salli aleyhi disi bulamdı mesela. Yani daha bir bunu okuduk o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala İbni Ebi Evfa diyen. Yani dua mende. Hazır şu ayette dua mani geldi demek için. Ey ud'ulahum ularga dua qilgan deyapmanda. Va qala sallallohu alayhi vasallam va sallat alaykumul malaika. Hozir hadisdan bir dalil keldi. Oyatdan bir dalil, hadisdan bir dalil. Bunun boshqa oyatlardan bormi? Hadisda va sallat alaykumul malaika. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam jaa ila Sa'd ibn Ubada faja'a bi khubzin wa zaytin fa akala. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة من الدعاء وصلت عليكم الملائكة فرشتلامو سلاجة دعاء قلده دعاء قلغاي أي دعت لكم. وقال الأعشى ديجان بو جاهليتك مشهور شاعران برسه اسمه ميمون بن قيس yoki Asha al-Kabir deb atildi. Jahiliyatda Kabe'ga qasidalari esilgan cho'ng shoirlarning birisi. Mesela Muallaqat as-Sab'a, Muallaqat al-Ashr deymiz-ku. Bunda mashhur qasidalarining egisi. İslamiyat kelgan chog'da hayot bo'lsin, uzun umr ko'rib, lekin musulmon bo'lmay ketgan. Adam jahiliyatdagi shu shoirning she'ridan nima keldi? Yani arab tilida bunda mazmunni ishlatdi deyishgan. Şahide geldi. وَصَلَّى عَلَى دَمِّهَا وَارْتَسَمْ. Bu asli Aşa'nınki bir Yahudinin Arak
ishlab, aroqni saqlab, uni asrabmisiz? Buzilqanmisiz deb shunda bir parvish qilgan ahvolni sifatlab degan she'rninki bir qismi. Shuni mesela oldida va sahba'a tafa yahudiyuha qapqizil sharab dedi. Bunun ig'soga yahudi o etrafında aylanib tungdan yo'g'on tungdi bo'ldi-ku. Va abrazaha va alayha khatmun. Peçetlengen aletten için ağzı itilgen uzun müddet tursa o'xshaydi-ku aroq. Aslında peçetlengen aroqni tungni ichqib, aptab qisilib, havolandirib, hamda etrafından aylanib va qabalaha ar-rihu fi danniha. Dan degan shu tungi, küp deymiz. İdish yoki küp. Havolandirib buni aptab qisilib va salla ala danniha. Aşu idishqa, aşu küpke dua qildi. Chiqilib ketmagay, aroq buzilib qolmagay deb. Vartasam degan shu ma'noda bir panolik qildi degan. Dua tilovatni o'qib o'zining tilini deb ketdi bu. Yahudi bunda qildi deb shunda bir ahvolni sifatladi. Bundan ko'rsatmoqchi bo'lgan dalil mush va salla ala danniha degan. Demak shu aroqning kupiga dua tilovat qildi. Chiqib ketmasin, aroq buzilib qolmagay bu deb. Ay da'a, yani dua qildi demakchi. Va fi shar'i, shariatda namoz degan bu so'zning lug'atdagi ma'nosini boshqa bir yangi ma'noga yutgan. İslamiyatga kelgandan keyin. Shariatda ibaratun an arkanin maxsusatin va azkarin ma'lumatin bi shara'ita mahsuratin fi awqatin muqaddaratin. Shariatda namozning tarifi bu maxsus bir arkanlardan iborat. Masalan, ruku' va sujud maxsus rukunlardan iborat. Va azkarun ma'luma, ma'lum zikrlardan, duolardan iborat. Allohu akbar, sami'allohu liman hamida, assalomu alaykum va rahmatulloh masalan. Shunda. Bi shara'ita mahsura, sanliq, ya cheklik shartlar bilan. Shartlarni masalan taharatlik bo'lishi, shunama qiblaga yuzlanishi, avratni yo'gan bo'lishi, bir qancha shartni sanashi mumkin. Fi awqatin muqaddara, belgilangan vaqtlarda. Mesela farz namozlar inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Vaqti aniq bekitilgan farzlar edi. Bundan boshqa ba'zi masalan vojib namozlar, sunnat namozlarning shunda chashgani, Eid namozni, undan boshqa shunda tahajjud namozi kechida o'qildi. Ama endi bekitilgan vaqtlar bor edi. Maktabda bunda ta'rifladi. Ba'zi kitoblarda maxsus bir ibodat deydi. İbadetun mahsusa, muftataha bit-tekbir ve muhtatama bit-teslim. Allah'a bir ibadet. Allah Ekber'de kulak kışıran başlandıgan, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deb ayaklaşıgan bunda bir ibadet. Her xil tarifleydi. Lekin mazmunu şu, biz bildiğin şu namaz. Hem de lügat manası bilan şeriat manasının bağlanışı var. Dua, onun bu aşında bir ibadet. Xuddi endi şu namaz okugan kişi qiyamda turib qiraat qildi, ruku qildi, shunama, undan sajda qildi, tashahhudda o'tadi. Shun hammasidan maqsad, ey Alloh, men sen qulluq qilma, mag'firat qil, duolarimni ijobat qil degan bir duodan iborat ekan shu. Ikkisini chetishimiz shu. Ulamolar shu qiyamda turib o'qish, ruku, shuning hammasi asli maqsad sajda dedi. Bu nima? Xudo tantarbiyachilar bir tantarbiya qilish uchun badanni qizitadi-ku. Yugurib harakat qilib, top o'ynashtirgan. Badan qizitganka rasman uni boshlaydi. Shunga o'xshash, sajdaga tayyorlikdan iborat. Asta buni tayyorlab, ruhiy kayfiyatni tayyorlab turib, uni sajdaga cho'kkan chaqda dal haqiqiy maqsad shu deb qaraydi. Va hiya faridatun muhkamatun. Namoz bu aniq, hech qanday ehtimollik yo'q. İxtiloflashib qoldiganda bir dalilga tayanmagan aniq bir farz dedi. Yakfuru jahiduha. Buni tanıgan kishi farz emasda, men namozni tanımayman, menga farz emas degan bo'lsa, kafir bo'lib ketadi. Va la yas'u tarkuha. Uni tashlab qo'yishga bo'lmaydi. Tashlab qo'yishda kengchilik yo'q. Sabatat fardiyatuha bil kitabi ve sünneti ve icma'ul umma. Farzligi
Qur'on bilan, sunnat bilan va islom ummatining ijmo bilan isbotlangan. Nishal al-kitob Qur'oni Karim. Nima uchun? Chunki jumlada siyaq qarasanglar al-kitob, as-sunna, al-ijmo degan Qur'oni Karim kirdi. Amma al-kitabu fa qawluhu ta'ala Qur'on Karimdagi dalili deydi. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Haqiqatan namoz mu'minlarga vaqti belgilangan farz edi degan ma'noda. Alal mu'minin degan ekan, bu farzligi o'sha yerdan chiqdi. Endi Qur'on Karimdagi namozning farzligini bildirgan oyatlar bular emas. Sonsiz oyatlar bor. Ve aqimus salata ve atuz zakat. Şunama? Hafizu ala salavati ve salatul wusta. Aqimus salata liduluki şemsi ila ghasaqil layl. Aqimus salata tarafayn nahar ve zulafan minal layl mesela. Fesubhanallah hina tumsuna ve hina tusbihun. Aşağı mesela namaz. Bunun başka ayetler olacak. Yani mesela kul li ibadiyellezine amanu yuqimus salat. Ve amma sünne endi hadisning dalili, hadisning dalili nurg'un. Sana tugatolmaydi. Lekin bir misol olsak, faqawluhu sallallohu alayhi vasallam buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah va iqamis salati va ita'iz zakati va hajjil bayti va sawmi ramadan. O'sha 5 asos ustiga qurilgan islom dedi. Shunami? Birisi va iqamis salat. Bundan boshqa mesela İsra Mi'raj kechasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga namoz farz qilingan chaqda Alloh taolaning indida hiya khamsun va hiya khamsun 5 vaqt namoz degaч 50 ga hisob dedi. 50 vaqtin 5 vaqtga tushdi bu. Musa alayhisalomning tashqi berib, qaytib berib muqava. Yana bir Arabiy kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rgan chaqda bir so'z kishiman qancha namoz farz qilindi desa, 5 salavatin fil yawmi wal layla illa an tatawwa. Nafl o'qsang ba, undan boshqa. Bo'lmasa, shu 5 vaqt namoz farz deganki, la azidu ala hada. Nima? Uni ortiq o'qimayman. Aflahan sadaq. Bu 5 vaqt namozning farzligini ko'rsatdi. Va alayha ijma'ul umma. Butun islom ummati bunga birdek ittifoq. Namoz degan farz ba islomda. Namaz mı? İslam'ın türkü bağlanırken as-salatu imadu'd-din. Men aqamaha faqad aqamad-din ve men hadamaha faqad hadamad-din. Namazını taşlığanlarını, namaz okumaganlarını küfürge kadar isbatlaydigan hadisler var. Yani qattiq egir bunun olması. Şunu taşlashga bo'lmaydi dedi-ku. Şu hadiste el-ahdu'llazi beynana ve beynahum as-salat. Men tarakaha faqad kafar. Shunda hadisda kelgan. Ya şu tanrılarını kafir deymiz dedi maktab shunami? Lekin o'qimaganlarni desa tashlashga bo'lmaydi deb qo'ydi. Ko'pchilik olimlarning nazarida tanmagan holatda sal qarab o'rinliq qilgan lekin shahodat qilgan odam bo'lsa kafir demaydi. Ba'zi olimlar kafir deydi. Va sababu wujubiha al-vaqt. Vojib bo'lishining sababi dedi. Bu iborani har xil tushunish mumkin. Nima uchun vojib bo'libdi ekan desa, Alloh taolo bandalarni o'ziga shunda ibodat qildirish uchun vojib qilgan. Vojib bo'lishining sababi shu deyishimiz mumkin. Tushunami? Niyat demoqchi o'g'ini bandaning yadin farz bo'lgan chaq demoqchi. Masalan, peshimni o'qish qachon farz bo'ldi? Peshimni vaqti kirgan chaqda. Lekin shuni boshqa ifodaladi. Biz shunda tushunsak bo'ldik. Bidalil idafatiha ilay degan al-vaqt. Shu vaqtga idofat qilinganligi shu dalil bo'la oladi. Shu vaqtning sababul vujub ekanligiga deydi. Qanday idofat qilindi desa, masalan salatul asr dedi, salatul zuhr dedi. Salat hozir asrga shu vaqtga al-asr va zuhrga idofat qilindi. Va hiya dalalatu sababiyya. Demak, shu vaqt shunda kirgandikilar vojib bo'ldi degan dalolat qilgan bir ish deydi. Balki haddizina, hadd degan belgilangan ig'ir jazo. Aniq belgilangan qo'lni kesish, shamni kesat qilish, yuzda urish deganda ya kallasini ilish masalan. Bo'la hadd.
Atashfa fi haddin min hududillah. Alloh taolo belgilayotgan. Belgilanmagan jazolar bor. Buni ta'zir deymiz. Qazo qilganda qarab, mana 10 darra takkizib qo'yinglar. Mana mashhur jarimani ollar degan bu mashhur so'rab qo'yinglar deganda bu ta'zir deymiz. Lekin had degan belgilangan jazo. Zinoninki belgilangan jazosi deydi. Demak bu hozir nima deb iborat? Zina sababidan belgilangan jazo demakchi deydi. Shu sababni ko'rsatdi. Va kaffaratul yamin. Qasamning kaffarati qasamni buzganlik sababidan to'laydigan kaffarat. Va tajibu fi juz'in min al-vaqt mutlaqan. Bu namoz bandaning gardiniga qachon vojib bo'ldi? Mutlaq bir vaqtda. Lekin bu namozning dastlabki vaqtimi yo keyingiroq vaqtimi? Masalan, peshinga soat 1 da azon chiqdi desak, asrga soat 3 da desak, 2 soat vaqt bormi? Bu 2 soatning ichida qaysi vaqtda vojib bo'ldi? Masalan, ba'zi odamlar avval vaqtda vojib bo'ldi. Allohu akbar deb shunda azon chiqdimi? Yoki sahibilar o'tsak namozning vaqti kirdimi? Kirgan shu chaqda bu odamning gardiniga vojib bo'lib ketdi deydi. Ba'zilar yo'q, eng oxirgi chaqda vojib bo'ldi. Bunun farqi var. Yani bu tecrübe avval vaqti va oxirgi vaqt degandek usul fiqhga munosabatlik azroq. Fiqhiy masalami deyishki bo'ladi. Bunun farqi masalan bir ayol peshinga azon chiqqandan keyin 1 soat o'tgandan keyin hayz ko'rdi. Keyin 1 soatni hayzda holat o'tkazdi. Namoz o'qimaydimi? Dastlab 1 soatni peshin o'qimabdi, endi o'qiyaman-da. So'ngan qisal bo'lgandan keyin namoz o'qimadi, 3-4 kun hayz ko'rdimi? Keyin farqlangan chaqda agar tajib be avval vaqt qilsak, dastlab 1 soatda uni gardini vojib bo'lib ketgan, o'qimin namozni qazosini qildiringa. Oxir vaqt desak, yo'q, u dastlab 1 soatda vojib bo'lmagan. Keyingi soatdan vojib bo'lay deyishiga kirib qoldi, gardini vojib bo'lgan, uni qazo qilmaydi dedi. Yani bu tecrübe avval vaqt va oxir vaqt degan gapning shunday ishlarga munosib. Balog'atga yetish masalasi va kaza shuni chetish tarafi bor. Lil mukallafi ta'yinuhu bil ada. Mutlaq shu bir vaqtda vojib bo'ladi dedi. Lekin Hanafiy mazhabda oxir vaqt deyish mumkin. Shafiy mazhabda avval vaqt deydi. Oxir vaqt. Nega unda buni to'g'rilab to'xtalmabdi? Undan burun o'qimaydigan vaqtlar. Ya. Gardinga atib ketgan vaqt. Uning qadar atilmaydi. Esa baytning ezning misolini berdi-ku. Oxirgi 1 soatda ez ko'rgan bo'lsa, uning qadar o'qimagan bo'lsa, gardinga atilmadi. Atildigan chaqajon eng oxirda ado qilmasa, unda atildi. Bo'lsa oxirgi vaqtni joiz vaqtlar. 1 soat vaqt o'tib o'lib qolibdi odam, ya'ni 1 soat. Xuddan namoz vaqti chiqib bo'lsa, unda o'qiyaman-da, endi o'qiyaman deb qo'yib qoldi. Gardinda namoz yo'q deyishim. Oxirgi vaqt deganlar. Avval vaqt deganda, mana gardin namoz farz bo'lgan, Allohu akbar deyish bilan bu 1 soat yashida, namoz o'qimadi, gardin namoz qilib o'lib ketdi deyishim. Endi ibodatlar avzida avval vaqtda o'qigan namoz deb aytgan. Hozir afzallikda emas. Shu vojib bo'lib ketgan vaqt. Bu afzallik vojib qilma emas, zid kelmaydi. Lil mukallafi ta'yinuhu bil ada. Bir vaqtda vojib bo'ladi bu, lekin buni mukallaf o'zi bekitadi. Shu Alloh akbar o'qigan chaqda, shu chaqda mushad vojib bo'lgan. Bunda desak mumkin. Bu vojib muvassa. Usul vojib muvassa deymiz. Vojib muvassa degan qilishga kengri vaqt bergan. 2 soat bordi-ku. Biz namozni 5 minut o'qib qo'yishimiz mumkin. Shu 2 soatdan qaysi bir parchada o'qsak bo'ldi. Endi vojib mudayyaq degan vaqt ashunga dal kelgan. Uni ortiq ham emas. Masalan, Ramazon, roza. Ramazon iyi desak bo'ldi yoki kunduzda ro'zga chaq. Tangdatib kun paytida shu orliq. Shu orliq to'g'risida ortiq kam ya sal surib qilay. Yerim kichilan kunduzdan yerim unda qilaydi bo'lmaydi. Buningda ixtiyorlik yo'q. İlla ennehu iza lam yusalli hatta daqa al-vaqtu ta'ayyana dalik mana. Namoz o'qimay eng oxirda namoz vaqti ketdi 10 minut qolibdimi? Shu chaqda o'qimasa bo'ldi, gardinga hozir 10 minut ichida o'qish lozim. Shu 10 minut ichida o'qimasa gunohkor bo'ldi. Ammo burunqa 10 minutlarda o'qimish gunohkor bo'lmaydi. Ma'lum minutda o'qimay keyingi 10 minut kechikdi, gunohkor bo'ldi.
Mesela hazır namazda ba'zi namazda 10 minut, 15 minut, 20 minut o'tkazib o'qiymiz masjidlarda. Azan o'qdan tabiiy tushmaydi. Vaqt o'tkazdi. Undan gunohkor bo'lmaymiz. Lekin eng oxirgi 5 minut qolgancha shu chal o'qimasak gunohkor bo'lamiz. Shunda farq bor. Hatta law akharaha anhu athima. Undan kechiktirib qolsa gunohkor bo'lib ketdi. لأنه تعالى أمر بالصلاة في مطلق الوقت فلا يتقيد بجزء معين. Çünkü Allah Teala muş arlıqda oqunlar dedi. Tamam. Ulan ki yok zadı destekli 10 minut okusun lazım. Onu kechiktirsen gunohkor olsa, ya o'ttirib 10 minut okusun lazım. Kechiktirsen gunohkor olsa demaymiz. Lekin kechiktirib, ani vaqtni namoz o'qiyotchilik vaqt qolgan chaqda shu chaqda o'qimasa gunohkor oldi. Şu çağda okumasa namazı vaqt chiqdi. Sonra şu çağda gunohkor oldi dedi. Namazda her daim kechiktirib o'qisa gunohkor bo'lmaydi. Gunohkor bo'lmaydi. Afzallikdan mahrum qolgan bo'ldi. Lekin kechiktirib o'qibamda. Mesela hali o'qiyaman dedi. Hali o'qiyaman deb o'qiy degancha bir jiddiychilik bo'lib yo bir ishlar o'shada o'qiyolmay qilish ehtimoli bor. Nahotki boshda o'qilishadi. Ya'ni afzal deyli. Şu puxtaroq ish. Jamoatda o'qish uchun kechiktirib o'qish lozim. Masalan, masjidda hozir namoz o'qilsa, kechiktirsak, yani 10 minut 15 minut kechiktirsak, ya shuni kechiktiramiz endi. Dastlabki vaqt degan Alloh akbar deb shu o'qigan chaqda o'qish. Ammo uni 10 minut kechiktirib nima uchun? Jamoatlar o'qiylar. Jiqraq jamoat to'plansin, tartib ulgusin boshqaladi. Undan boshqa bir sabab bo'lsa, kechiktiramiz. Bo'lmasa mesela qattiq issiqqa kechiktiramiz peshinni. Tamam? Şu sünnetde var Resulullah abridu biz-zuhr. Fa inna shiddatal harri min fayh jahannam. Anda bir sabab bo'z kechiktiramiz. Lekin sabab bo'lmasa, dastlabki vaqtlarda o'qishimiz. Masalan, biz hozir jamoat, tushunama? Allohu akbar deb azon to'ldikmi? Başka çırdıgan cemaat yok ya ki yığıldıgan adam yok düzenmeden tak şunama gerçi de okusak şu özel destek vaxtıda namazdan vaxtıdan burun to'ldirishi bo'lmaydi. Mesela Bamdatda Ramazonda Bamdatda bunda burun to'ldirish var. Yani kechilik tahajjud o'qiydiganlar o'qisin deb bunda bir belgem bu. Lekin odatga boshqa namozda namaz vaqti kirgandan keyin namoz vaqti kirdi, qo'llang deb uqtirishdan iborat bu. Ya shu Bag'dodda ishki to'lash va bosh namozda ishki to'lmaydi. Jumalda ishki to'laydigan qildi. قال وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس. Yani Bag'dodning vaqti kelaydi. Bag'dodning vaqti ikkinchi tang etilgan chaqda bo'ladi dedi. Al-fajr thani al-mu'tarid. İkinci tang atgan chaqda tang qanday yuriydi, unda to'g'risi aql qildi. Mesela kechida qop-qoramiz ama yani kechida shunda tang yaqinlashgan chaqda unda uzunsiz bir aql qildi. Ufqqa qarasanglar, kun chiqish qarasanglar uzunsiz aql qildi. 15-20 minut o'tgandan keyin to'g'risida aql paydo bo'ldi. Al-fajr thani. Rasmiy tang atgan vaqt. Shu chaqdan boshlab ila tulu'ash shams, kun chiqqan qadar bomdodning vaqti. Al-fajr fajran, endi al-fajr thani dedi-ku, o'zining shu degan so'zni izohladi. Fajr ikki bo'ldi. Birinchisi saxta fajr. Adam gullaydigan, tang atganda ko'ringan, mana tang atmoqlar, kechigi tava bu. Va huvallazi yabdu tulan, bu uzunisi ko'rindi o'zida. Summa ta'qubuhu zulmatun. Aqlillam yana qop-qorong bo'lib ketdi. Uzunisi bir aqs ko'rinib, yana qorong'ulik bo'lib ketdi. Fala yakhruju bihi vaqtul asha. Demak, shu uzunisi bo'lgan aqliq, ya'ni saxta fajr bo'lgan chaqda tana vaqtda chiqib ketmagan bo'ldi. Yani tang atdi demaymiz uni. Hisob emas. ولا يحرم الأكل على الصائم. Ro'zdag'imi suhurlik deyish cheklanmaydi. Shu joyda suhurlik yavas bo'ldi. Ikkinchi fajr sodiq. Wa huwa al-bayad al-mu'tarid fi al-ufuq. Ufqda to'g'risqa suzilgan
axlaq. Mushanda haqiqiy shu tong atdi degan geysan. Fayahrumu bihi suhur. Mushun bilan suhurlik yeyishmi harom bo'lib ketdi. Ro'zni boshlash lozim shundan. Va yadkhulu bihi vaqtul fajr. Bomdan vaqtini kirdi. Qala sallallohu alayhi vasallam la yaghurrannakum adhan bilal wala al-fajr al-mustatil. Bilalning aziniga gululab ketmanglar. Uzuni kelgan tang'imi gulunmanglar. Uning oldin ketmanglar degandek, ha? Walakin al-fajr al-mustatir. Lekin siz hisob qildingizlar, shu to'g'risqa so'zilgan tang deydi. To'g'risqa ko'ringan axloq shu hisob deydi. İkisinin aralıqda 12 minut 15 minut aralıqda. Birinci uzun üstü yoruş bilen ikinci to'g'ri üstü yoruşun aralıqda 12 minut 15 minut vaqt var. Çekmeyen buldu. Keçigi tabi. İkinci to'g'ri so'ragan chaqda bundan vaqt kirdi. Ketdimda deymiz. Ajoyibda. Shu Ibn Maktum ajna to'g'risqa aq ko'ringan chaqda Ibn Maktum ama kishitgo. Bilal radhiyallohu anhu bu tahajjud o'qiydiganligi qo'pab o'qivason. Sulusul laylil akhir oldu. Allah Taala tushib, duo qilganlarmi, istig'for aytganlarmi, mag'firat qilay degan chaq bo'lgan ekan, kishilarni shu tahajjudga qo'pvason, zo'rlik yeganlar, zo'rlik yevason, zo'rlik yeganlar darhol hamda tayyorlik qilsin deyish uchun burroq aytdi. Ibn Maktum amak shu o'g'ashqa bu o'zgarmagan ekan taqatqindan, boshqalar tong etib ketdi, endi azon to'la degan chaqda andin aytdi. Undan keyin siz shu Ibn Maktumning nimasini hisob qilinglar degan Rasululloh. Shu Bilal hamda uningdan ilgari o'qitdi. Ya'ni u uzunusqa aqs ko'ranganlar emas, uningdan bakrak burun. Masalan, 5:20 o'tgan chaqda tong atdi desak hozir, masalan, bu 5dan 5 o'tgan chaqda uzunusqa aqs bo'lishi mumkin. Lekin Bilal 2:30da azon bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zida chiqishning o'ttirda mancha vaqt vaqtda tapago, mancha oyat o'qiganchilik vaqt vaqti degandek mo'ljallangan bor. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرا. نمازنا دسك وقت ولده آخر وقت ولده. وإن أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر. بمدتنا دسك وقت تن أتقن شاغ الفجر الصادق دماغ شنشان. وآخر وقتها حين تطلع الشمس. آخر وقت كن çıqqan شاغ. Yana axirat vaqtini ko'rsatgan boshqa hadislar bor. Men adraka rak'atan min al-fajr qabla an tatlu'a ash-shams faqad adrakaha deganlik. Lekin bu hozir mushadis bamdaning dastlabki vaqti bilan oxir vaqtini bayon qilyapti. Kunchiqa vaqti deganda shu vaqtda do'stlar. Kunchiqa vaqti oxiri bo'ldi, ketdi. Kunchiqa vaqti Kuşkatlan çağda namaz okuştu bulmaydı. Çeklengen var. Hatta tatlı aşan çıkan kadar, çıkışkı başlayan kadar. Şunda başlayan dikir lan, çıketti diyor. Hadi gün çıkartma vakti Kötürülen çağ desek, neyiz bu kötürelgengi kadar. Bu ama namaz okuyduğun çağla çeklengen de çıkışı mümkün. 3 vakti ya ki 5 vakti çeklengendir. Yani vaktiga çıkma bandırdığı ini bayanlar vaktin vakti aş vaktin hamısı olur. Aş vaktin içinde bir yerde okuş yaparız. Namına banda okup güzülünmeydi. Ama derslerde okumağa çağda evde kinki onurda okuyorduysa günahkar olmaydı. Şunun içinde mesela yarım saat desek yarım saatin içinde kaç vakti okusan buldu olmaz. قال ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير الظل مثليه سوى فيء الزوال. عند فيشن وقته. فيشن وقته من زوال الشمس. كنت تكلاشكن çağda, كنت تكلاشكن وقتنا قام
qoimul zahira deydi. Bunda tiklashga bor. Tiklashgandan keyin shunda qarilishga boshlasa, pisishga boshlasa zavol bo'ldi. Zavol degan o'sha mayl bo'ldi degan. Zala an kabidis sama. Aslında o'ttirdim va unda qayrildi degan. Demak, zavol shams degan quyosh tiklashib, unda bir tarafga qayrilgan chog'dan tortib boshlanib, pishimning vaqti qachongacha davomlashadi desa, har qanday bir narsaning soyasi 2 hassa so'zilgan qadar, 2 hassa tushganga qadar siva faiz zavol. Faiz zavoldan boshqa 2 hassa. Faiz zavol degan nima? Faiz degan bu qaysini ko'rsatadi. Fa in fa'u fa innalloha g'afurur rahim. Yani rajao degan. Shuni al-fay deymiz. Mushriklardan, mujohidlarning, musulmonlarning qo'lga qaytib kelgan mol-mulkni urushsiz kelsa fay deymiz. Uni qaytib kelgan pulim. Faiz zavol. Faiz zavol Hanfi mazhabida masalan Shafiy mazhabida babu. Buni manda tushuntirdim. Masalan zimin. Ziminni bir hadi tikildi. Zaman dastur qaraman. Zimin hadi tikildi. Yani kun mashriqdan da chiqmagan keldi-ku, da keldi. O'sha miyay say shutdimi? Mag'rib tarafga. Qadning kun tetish tarafiga say shutdimi yani. Zaman mishaga qadning dan usti kelgan chaqda ekvator siziqidagi do'lab qolsa say faqat tushmaydi. Ya'ni tursanglar ya onga so'ga say tushmaydi. Unda qarasang say yo'q. O'sha çok sıkılan kıldı insan. Buna kelgan kim? Ekvator siziqida kelmadi. Ammo sal janub ya shimol tarafida cho'q. Bunda say tushdi. Mesela bu şu tayoqninki bu xadini tikildi-ku. 1 metrlik xada desak, bunu tikilsak, bu atrofiga 2 santa, 1 santa deylardi. 1 santa say tushdi. Yani bu say mesela kunpetish tarafida 1 santa say tushdi deymiz. Çünkü kun shunda qayrilsa ya kelsa zali shams deymiz. Kun qiysaydi. Bu yerda sayısal ağışqa başlayış. Nama? Miya kelsa birinchisi miya keldi. Nama? Miya kelib qolsa ikkisi olib 2 metr. Demak, vaqtdan 1 metr desak, 1 metr o'tgandan keyin 1 metr. 1 metr o'tgandan keyin 2 metr say tushdi. Endi 2 metr 1 metrni hisoblashda biz tiklashgan chog'da tushgan sayni qetib hisoblandik, qatmay hisoblandik. Mesela 1 santa desek 101 santa olgan chog'da misli bo'ldi deymiz. 1 santni chiqarib. 2 metr 1 santa olgan chog'da 1 santni chiqarib misli bo'ldi deymiz. Tushundingiz? Siva faiz zavol degan 1 santni hisoblamay, tiklashgan chog'da asl basayni hisoblamay, undan boshqasini hisoblaysiz. Qadının akchoristiki basayni hisoblamaysiz. Yani bu işkili qarashga asosan, ish qarashning birisini bayon qildi hozir. Mislaydi de. Bu da misl deb chiqdi. İşkili qarashni qilsak, shu faiz zavolni hisoblamaymiz. Misli, ya mislayn degan ishni hisoblashda, 1 santdan ortiq 1 hassa ya 2 hassa deb ondan hisoblaymiz. Niyadamda mislayhi degan mush qarash, bayon qilingan qarash, Hanifi mazhabida hisoblab qaragan qarash shu. İmam Ebu Hanife'nin karışı. Anva şerhi karşısanlar وَلَا خِلَافَ فِي اَوَّلْ وَقْتِ Zeval-i şemsinin tartı başında da bunda hiçbir tartı yok. Yani bir mezhepte olsun, başkılda olsun. Gün kıysayganının tartılan pişme vakti kirdi. Çünkü hadiste iniq divetken bu olacak. وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِهِ Ahirki vakti kaçan, pişme vakti kaçan çıktı da degende ihtilaflaştı. وَاخْتَلَفُوا yani dışarıda hazır İmam Ebu Hanife ve onun şagirdleri ihtilaflaştı. فَالْمَذْكُورُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَ Şu kitapta bayan kıyılan mislayn degan yuqorqi bayan Ebu Hanife'nin sözü, qarışı. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدْ اِذَا صَارَ الظِّلُّ مِثْلَهُ Sayısı bir hassa bolsa, faiz zavoldan başqa, peshimning vaqti shu chog'da chiqdi doğru. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة مش قرشنا حسن بن زياد مو أبو حنيفة رواية بكين لكن عنده
Peşimning vaqti qachon chiqdi, qachon tugaydi degan masalada zahir rivoyatda hech qanday kelmagan. İmam Muhammadning asl degan kitobida kagini asrning vaqti adamning saysi ikkasi bo'lgan chog'da asrning vaqti kirdi degan bayon bor. Lekin peşimning vaqti unda chog'da chiqdi degan gap yo'q. Shuningdan hamda shu say ikkasi bo'lgan chog'da peşimning vaqti chiqdi ekan deb menda tushunish mumkin. Lekin unda aniq unda bayon qilmagan. Vaqt bor, ba'zi. Ba ulamalar bor debdi. Hozir chiqdi. Ikkasi bo'lgan chog'da asrning vaqti kirdi degan ekan, shu chog'da peşimning vaqti chiqdi demakchi o'xshaydi deb Abu Hanifaning qarashi shunda keldi. Yani zahir rivayet aniq kelmadi, lekin shunda oldi. Sahibening qarashini Imom Tahaviy tanlagan. Yani üçüncü bir qarash var. El-Mualla Abu Yusuf'dan rivayet kıldı, Abu Hanifa'dan rivayet kıldı. Bu üçüncü qarashni Imom Karxiy tanlagan. Bu qarash deydi, ikkisidan azroq bo'lgan chaqda peşimning vaqti chiqdi, asrning vaqti kirmaydi. Asrning vaqti ikkisi bo'lgan chaqda kirdi. Masalan 1 metrlik xodining sadece 1 metr 80 bo'lgan chaqda peşimning vaqti ketdi. 2 metr bo'lgan chaqda asrdan kirdi. 1 metr 80 bilan 2 metr araligi 20 santim. Shu araliqda undan hech qanday namozga tava emas bir beka vaqt bor. Wa zakara fil muntaqa degan kitobda biz Hakim ash-Shahidning kutubi g'ayri zohir rivoyatni to'plagan, shuni tanlab yoki ixtisor qilgan kitobi dedik. Lekin zohir rivoyatni ixtisor qilgani al-Kafi. مشتبه رواية أسد عن أبي حنيفة. رواية أسد عن أبي حنيفة هذا بما رواية النوادر يعني غير ظاهر رواية. أسد بن عمرو البجلي وإمام أبو حنيفة شاگرته بغداد قاضي وغان. مش شاگرته أبو حنيفة من دار روايته أنه إذا صار الظل مثله خرج وقت الظهر. برسه وغان شغدا بيشن وقت كته ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثله. إشكاس بوغان قدر أسرنا وقت كرمايدو فيكون بينهما وقت مهمل. Oturdu taslim qalğan say bir hassa düşküşlük bir vaqt var demek. Endi hozir dalillar yetkileydi. Qarash var. Abu Hanifa'nın peşinin oxirgi vaqti say ikkasi tushganga qadar bo'ldi. Ikkasi shunda tushganikidan nima chiqadi dedi. Shunami? Sahiban bir hassa say tushgancha peşinin vaqti chiqadi. Sahibanning qarashini Shafiy tutgan. Yani İmam Shafiy, İmam Muhammadning shogirdi o, ustozining qarashini tutgan. Ustoz deyiladi. Mush qarashni İmam Shafiy tutgan. Endi dalillar kelaylar. Bu hozir Hanafi mazhabining sizga bilan ixtilof emas. Hanafi mazhabining sizga ixtilof va boshqa ulamolarmi sahobaning qarashini tutgan ekan, ikki taraf bo'ldi. Lahuma lis-sahibayn bunun bilan billah shu İmam Shafiy boshqalar bor. إمامة جبريل عليه السلام وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل مرتين عند البيت. جبريل ما كابنن قشر إشكتم إمام بوغان كندا أش إسراء معراج بوغان إسن آتسي deydi. 5 vaqt namoz farz qilindi. Undan ilgari 2 vaqt namoz o'qitdi. 5 vaqt namoz farz qilingandan keyin Jibril alayhisalom tushib Rasulullah imom bo'lib Ka'baning oldida imom bo'lib buguni 5 vaqt namozni bir o'qib berib, ertasi 5 vaqt namozni bir o'qib berib, namozdan vaqtdan nimishagacha deb ko'rsatib qo'ydi. Shu hadisni demoqchi. Ka'baning oldida mana 2 qatim Jibril imom bo'lgan. Fasalla bi'az-zuhra fil yawm al-awwal. Imom bo'lib birinchi kuni peshinni hina zalat shams. Kun qayrilgan chaqda o'qidi. Wal asra hina sara dhillu kulli shay'in mithlahu. Asrni sayisi birasi bo'lgan chaqda o'qidi. Wa salla biya fil yawm ath-thani adh-dhuhra hina sara dhillu kulli shay'in mithlahu. Ikkinchi kunda peshinni her narsaning sayisi birasi bo'lgan chaqda o'qidi. Ya'ni bu hozir birasi bo'lgan chaqda o'qidi degan gap tunigan asr o'qigan chaqda o'qidi. Diqqat qilsam. o'xshashim, Wal asra hina sara dhillu kulli shay'in mithlihi.
asrni say ikkisi bo'lgan chaqda o'qidi. Va qala ma bayna hadayn al-waqtayn waqtun laka va li ummatik. Mush ikki vaqt ikkisi o'xshash bir vaqt bo'lgan bo'lsa, masalan, peshinni kun qilsaganda o'xshashim. Başlangıç o'xshash. Tugash vaqti ikkinchi kunda o'qigan, uzoqroq kechiktirib o'qigan vaqt shu. Mush ikki arliq namozning vaqtimiz. Peshinning arliqma arliq, asrning arliqma arliq deb belgilab berdi. Bu sahibanning yoki jumhurning qarishining dalili. Yani bu qanday dalil bo'ldi jumhurga? Birinchi kuni asrni say birasi bo'lgancha o'qishni ama bu başlanışı asrning vaqtining başlanışı ekan. Ikkinchi kuni ikkisi bo'lgancha o'qima, birasi bilan ikkisi bo'lash arliqa ham shu asrning vaqti ekan deb tushundim. Bunda olgan ekan, ay birasi bo'lgancha peshinning oxirgi vaqti bo'lishi kerak. Oxirgi vaqt bo'lishi kerak deb. Hozir bunning dalil qilish usuli shu. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ikkinchi kunda vaqtning oxir chekini ko'rsatib qo'yish uchun o'qigan edi. Shunda turug'liq peshinni mislanga kechiktirmadi. Abu Hanifa mislanga qadar dedi. Birinchi kuni dastlabki vaqtini, ikkinchi kuni oxirgi vaqtini bekitgan. İkinci kuni oxirgi vaqtida peshinni ikkisi soat tushgan qadar kechiktirdimi? Yo'q. Unda ekan, peshinning oxirgi vaqti soat birasi bo'lgan qadar ekan deymiz edi. Ikki tarafdan dalil keltirdi muhaddis. Endi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bu dalili qanday jalliqani bo'lsa. Gerçi yolg'iz qolgan bo'lsa-mu, shogirdlarim tashlab hozir. Yolg'iz qoldi. Lekin ba'zilar yolg'iz qolgan chaqda Abu Hanifaning dalili kuchli bo'ldi. Chunki dalil kuchli qolganda keyin yolg'iz qolsa sabab bilan turgan. Muhaddisdan haqiqatan peshinlar shu hamma sayt bilan to'g'ri o'qigandan keyin odam kunsi asrni o'qigan vaqt shu vaqt. Dal shu vaqt. Hozir shu Abu Hanifamda ustozi dalilga esladi. Bir vaqt ikki namozga tangda vaqt bo'lmaydi. Hadi to'xtama. Abu Hanifa'nın dalili bir qarab qo'yaylik. Vali Abi Hanifa rahimahullah qawluhu sallallohu alayhi vasallam abridu biz-zuhri fa inna shiddatal harri min fayh jahannam. Abu Hanifa'nın birinchi dalili. Bu sayedis peshinni havo sal salqindiganda o'qinglar. Bu yoz vaqtida, qish vaqtida emas. Yoz vaqtida toza issiq bo'lgan chaqda peshinni toza issiqda optotni kelib bo'lgan chaq emas. Sal havo salqindiganda, sayishga vaqti tamning qishida saydan keldigan havo sal so'ringan chaqda o'qinglar. Chunki issiqning qattiq bo'lishi jahannamning tartidan lap turgan shu issiqni deymiz-ku. Wala ibrada qabla an yasira dhillu mithlihi. An saya ikkisi bo'lgan qadar saqlasak andin dedi ibrad havo salqindash degan gap vujud chiqadi. Bo'lmasa havo salqindamaydi dedi. Lianna shiddatal harri qablahu. Chunki ikki soat tushdan burun qattiq issiq bo'lgan chaq shu. Xususan fil Hijaz va shu Saudiya Arabistonda Hijaz, Makka, Madina shu joylarda shuna qattiq bo'ldi. Bu birinchi dalil. Va kaza oxir hadis al-imama hujjatullah. Endi siz dalil qilgan hadisni ma'qul. Ashuni bir qaraylar qana. Bizga dalil bor shundimi? Ashadisni, asay, tamam. Sayyidlikda ma'qul keldi. Endi bizga dalil debdi sahiban Abu Hanifa yo'q. Mana dalil bor bunda. Buni tarjima dedi. Lianna imamatahu az-zuhra hina sara dhillu mithlahu. Mana peshinni bir hassa sa'ishgan chaqda imom bo'lib o'qib berishi nimaning dalili? Dalil ala annahu vaqtuz zuhri. Peshinning vaqti ekan deb tushundik. Nima? La vaqtul asr. Bu asrning vaqti emas ekan, peshin o'qib bo'lgan shu chaqda. Peshinning vaqti ekan deb tushundik. Birinchi kunda shu chaqda asr o'qigan. Bu yerda birinchi kunda ikkinchi kunning bir nimasi zikr qildim. Va huwa mahallul xilaf degan mishada misl bo'lgan chaqda biz hozir ixtilof bo'lib qoldik-ku. Bu hozir peshinning oxirgi vaqtimi emasmi degan ixtilof qoldi. Va idza waqa'a ta'arud, unda ta'arud kelib qolgan ekan, peshinning vaqtimi bu misl bo'lgan chaq asrning vaqtimi deb ta'arud kelib qolgan ekan, fi xurujihi la yakhruj bi-shak.
asli yaqinan masalan peshin bo'lgan chog'da peshin vaqti yaqinan kirdi-ku biz bildik. Bil ittifoqim peshin vaqtimi shu. Shunda say olib o'qiltirdi. Bu qachon chiqdi shu yaqin vaqt qachon chiqdi? Yaqin bir isbotlanish chiqdi. Shakllanish ketma. Lekin hozir biz chiqdi deb shuni qilib qoldik. Nonkin yaqin isbotlangan narsa shakllanish ketma. Xuddi biz tartaq odam keskin tartaldi-ku. Yel chiqdi, unda deb shaklanib qolsa tarsinmaydi. Shunga o'xshash dedi. Endi Abu Hanifaning birinchisi Abridu bil-Zuhr degan hadis nima? İkinci hadis İmam-ı Cibril. Aşını delil keltirdi. Yana İmam Abu Hanifa Sahih Buxoriyga bir hadisni delil keltirgan. Bu hadis ijaraga munosabat bo'lsin, adam yollab ishlatishga munosabat bo'lsin-mi? Shundan vaqtning miqdorini chiqargan Abu Hanifa. Sizlar bilan ilgirki kitap berilgan Yahud Nasaralarning vaqtining misoli bir yollanib ishlagan kishiga o'xshaydi. Adiyani kechgacha Qasım'a bir qirat ishlab bersizlar desa, Yahudilar ma ishlaydi deb boshladi, tamam? Atiyandin peshingacha ishlab ular tushgacha. Bularni o'sha to'xtab qolay, ma ishlaganlar qilasizlar. Bir qirat berildi. Ondan xristianlik keldi. Kunning qapqog'isini Qasım'a ishlab, mana shuni ishlaysizlar, biz ishlaylik dedi. Shundan peshindan asrga ishlab bulanmay bo'ldi, men o'sha to'xtab qo'yam, ishlaganimga pullar unga bir qirat berildimi? Undan keyin islom ummati keldi. Undan keyin kechgacha qashincha ishlaydi deb, ishildi. Bizga qirat berildi. Ikkisini bo'lishi mumkin. Qirat berilgan ekan, Yahud Nasara o'qitib qo'yibdi. Bu bizdan oz ishlab bizden jiqishaq qoldi bular. Nishqo'lig'imda jiqishaq qildilar deb o'tib qo'ygan ekan. Zalika fadli utiman nasha. Buni fazlan hal olganda bilataman. Sen e'tiroz qilish haqqing yo'q dedi. Yani mishadiki hadis Abu Hanifa'nın qarshi qaysi tarafdan dalil bo'ldi? Yani bu hadisda asrning vaqti peshinning vaqtidan qisqa degan mazmun chiqdi deydi. Asrning vaqti peshinnikidan qisqa degan gap chiqdi. Abu Hanifa'ning namoz vaqtini bekitishga shu qarishi bo'yicha tushunsak, bunda to'g'ri chiqadi. Bo'lmasa unda chiqmaydi. Nonkan asrning vaqti peshinnikidan qisqa ekan deb muayyanlashtirdi deydi. Asr bilan namozshamning oraliqi kunduzning 4dan 1gachilik keldi. Endi desak hamda say masalasini qilsak, mislayndan keyin desak, qisqa. Misl desak, bu asr bilan sham oraliqi peshin bilan asrning oraliqidan jiq chiqdi. Bu bunda bir dalil keltirishimdi. Yani Abu Hanifa yani bir tarafdan onda deyish mumkin. İmam-ı Cibril hadisi bu aşı namaz dastlab farz bo'lgan chog'da Makka bo'lgan. Keyin Bilal azan to'lab Madinada uzoq o'tdi. Keyin bu mas'ul qilinib ketgan Abu Hanifaning yanında. Cibrilning o'qigan u vaqt bilganisi mas'ul qilib ketgan. Yani mushu nuqtada mas'ul qilib ketgan bo'ladimi? Boshqa nuqtada aslida qolgan bo'lsa-mi? Nima uchun desa, çünkü başka seyyidlerde men adraka rak'atan min al-asri qabla an taghrib ash-shams faqad adraka al-asr. Keldimas nama? Mushu mazmunda seyyidlar tabii ko'p. Bunda asli bo'lgan ekan, hamda Jibril imom bo'lgan chog'da ikkinchi kun namozning oxir chekini bayon qilgan dedingiz. Ikkinchi kunda mislaynda o'qipadimi asrni? Unda ekan hozir mislaynda asrni o'qishdi. Endi asr o'qishi bo'lmaydi undan keyin. Kun patgan qadar asrni o'qisangiz vaqt o'qimagan bo'lsangiz degan gap chiqdi mana. Yo'qki, men zikr qildimmi? Biz zikr qilishni chiqish yo'li bormi? Yo'q. Kun patgan qadar bir rakat o'qiysiz, ikki rakat o'qiysiz, albatta hisob. Mislayndan keyinmi? Hisob degan bo'ldi. Lekin zikr qilgan ekan, Makkada dastlab namoz Isro Mi'raj kechasi namoz farz qilib, islom yo'l bo'lib qolgan chog'da mislaynda bekitgan.
keyin ondan ma'lum tag'rubish shams hatta tag'rubish shams masalan degan hadisga asosan kun patgan qadar vaqt so'zilgan men shuni olma demoqchi bu. Mesela İmam Malik'nin sal gayri bir karışı var. Bu tefsirlerini okuşun, size bidayetli müstahidini okusanlar. Aşağı kıl karışlar, şunu çıkıldı. Abi hanım bizim imamcının malı birinci günü Cübeyli imam oğlak oluşu eserini şu bir misli oğlak okudu dikeninde taşı nasıl kulak etken de başına bir cevap veriyorum ben. Misli oğlan çağda mesul etken. Ahir vaqtida mislen deganni ummas qo'yib ketgan. Hozir ahir vaqtda g'urub shamsida o. Ha? Endi destek vaqt shu mislen. Mislen boshlanib g'urub shamsida deymiz deydi. Ha nima uchun mansub qilib ketgan desa, masalan bayatdan biz degan sayyidiz. Ikkinchisi imomat Jibrilda ikkinchi kunda asrni birinchi kunda peshin o'qigan chaqda o'qidi. Shunami? Endi hammalar ittifoq. Bir vaqt tan ikki namozning vaqti bo'lalamda. Mesela misli bo'lgan chaq ham peshinning vaqti, ham asrning vaqti bo'lalamda. Bo'lmaydi. Hech bo'lmasa nima shu hozir ixtilofli ishqa Abu Hanifa, Muhammad Shafi'ning qarashi shunda, Imom Malik deyishi mumkin. Shunda kelib misli bo'lgan chaq soat 2 deydi mesela. 2 desak 2-5 minut qolgan chaqda mush 5 minut peshinning vaqti, asrning vaqti deyishim. Bu bidayat müjdatning qismi undagi bir chiqishi. Ha, bu yerda Imom Malik bo'lmagan ekan, biz hozir hammalar bir vaqt ikki namoz vaqt bo'lmaydi deydigan bo'lgan ekan, biz ham ittifoq. Misli bo'lgan chaq ham peshinning vaqti bo'lib, ham asrning vaqti bo'lib qoldimi sizning dil qig'adisga asosan desa bo'ldi. Bo'ldim deydi olsa, yo'q buni ta'vil qilib, birisida başlagan vaqtda ma'vo nima qilgan vaqtida bunda deb baqirdi. Ben keyingi hadisini deb qarayman masalan. Asrning vaqti besh patton qadar. Ya, keyingi hadisga asosan ular ya avo mislen deganima shu chaqada toza shu ubda vaqti. Avzal va nayt ubda vaqti mislendan tatib kun sarg'iyib, masalan, patay deb qolgan qadar bu makruh vaqti. Lekin shu vaqtda deb bunda ikkisini jamlab qo'ydi. Lekin hamda bu masalada Imom Abu Hanifaning qarashi dil jihatdan kuchli qilib demasak-mu, lekin ma biz tarafda aytib bo'lsak, eng kuchli qarash shu. Nima uchun? Imom Abu Hanifa asr o'qisang bo'ldi degan chaq, boshqa asr o'qsin bo'ldi degan chaq shu. Masalan, mislen bo'lgan chaqda asr o'qidikmi? Başqalımı şu vaqtda, dal vaqtida o'qillar deydi. Lekin alning misli olgan chaqda o'qishni Abu Hanifa yo'q vaqt chimib takrar deydi. Demak, avu muxtalafun fi va muttafaqun alayhi. Nima ekan? Misli bo'lgan chaqda hammadan vayna, hammamiz dal vaqtda o'qildi mana deydi. Bu tarafdan bu xotirjam qarash. Ijma'an joiz bo'lgan vaqt. Vaqtda Imom Abu Hanifaga mashhur etgan ham shu o'ttirgan misligan vaqt mashhur etgan. Misli degan vaqt mashhur ketib, hozir peshinning kun shunda qayrilishdan tortib, mislining qadar peshinning vaqti degan. O'ttirgan mashhur etgan faqat Endi o'ttirda deb qolsak, masalan, o'ttirda bir vaqtlar deb qolsak, bu masalan bamdat bilan peshinning oraliqida endi bir vaqt bor. Masalan, kun chiqqan qadar bamdatning vaqti. Endi kun neyz bo'yi ko'tarilgan qadar namoz o'qish cheklangan vaqt. Neyz bo'yi ko'tarilgandan keyin chashka o'qsak bo'ladi masalan. Ayt namoz o'qiymiz, shunda o'qidanmi, lekin bu oraliq peshin qadar o farzunda namozning vaqti emas. Shu o'xshashanda bir tashlim qilgan vaqt bor. Mishayish bo'lsin, subhanallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka va atubu ilayk. Tamam, darsning davomi va kitobni o'qigan darslaridan beshidan iborat o'qitaman. Yoksa Bismillahirrahmanirrahim. Kitab salat. As-salatu fi lughati ad-du'a. قال الله تعالى وصل عليهم أي ادعو عليهم ادعو لهم. فقال عليه الصلاة والسلام
وصلت عليكم الملائكة أي دعت لكم. فقال الأعشى فصلى على جنبها وابتسم أي دعا. ففي الشرع عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط مخصوصة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة، وهي فريدة محكمة يكفر جاهدها ولا يسع تركها. ثبتت فرديتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب كقوله تعالى